o'qib yuribdi, har xil narsalarni bilib yuribdi-da, lekin tafakkur qilish uchun nima kerak odamga? Bilmadim, bu joyni qo'yish kerak emas. Menimcha har doim ikkinchi darajali ish bo'lgan, hobbi sifatida bo'lgan har doim. Ko'proq odamlarning vatanparvarligini ham oshirishga sabab xuddi shunaqa. O'sha yerda yana bitta katta narsa, o'sha Ibrohim akam o'rgatganlar, o'qishda kitoblarni tanlab, o'sha o'zim sohamga aloqador. Bir oy, 1,5 oy blog boshlaydi, to'xtab qoladi. Yo'qotmasdan qo'lda ushlab qolganlar ham bor, lekin u kam sonni tashkil qiladi. Juda kam sonni tashkil qiladi. Menda o'sha narsaga garantiya bormi desa, yo'q. O'rnak bo'ladigan darajaga chiqmoqchi. Nima qilish kerak? 1, 2, 3 bitta kitob, o'sha bo'yi qo'lga kitob olinmagan va bu narsa mavhumlikdan qayerda kirib kelish bo'lgan. Yoqdimi bu yo'nalish sizga? O'zingiz ko'ryapsizmi? Bitta foydasi olindi va hozirgi zamonda bitta shaxs olindi masalan, men olaman. Men aqllimanmi, u aqllimi degan savol qo'yyapti. O'shaning uchun men o'zimga yozib qo'ygan narsam hech qachon 5 mahal ovqatlanishga rozi bo'lmaganman. Masalan, kamera ortida men bir yilda bittadan kitob o'qimayman, lekin zo'r biznesmenman desa, o'sha odam uchun xursandman. Baraka bersin, yana yaxshi bo'lib ketsin. Assalomu alaykum rahmatulloh. Tinchamonmisizlar? Rahbar podkastimizning navbatdagi sonini boshlayapmiz. Bugun bizda ajoyib mehmonimiz, ustozimiz, akamiz, juda ham ko'p narsalarda, xususan o'zimizga o'rnak bo'lgan Abdusolih aka Salimov bilan mana ko'rishib turibmiz. Bugun ekranga yaqinroq o'tiramiz, chunki yaqin 1-1,5 soat ichida juda ham ko'p insightlarga boy podkast bo'ladi, xudo xolasa. Shuning uchun bismillah boshlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat taklif qilganingizga. Chiqib aytganingizdek yaxshi bo'lsa. Qisqacha tanishtiraman, yana o'zlari Bafurji. Men o'zim bilganimni anchadan beri oldin kuzatardim YouTube'larda. Aktiv bo'lganlar, taniganlar bor, tanimaganlar. Bular bilan birinchi tanishganimiz Nur marketing agentligini asos savodkarlarida bo'lgan. O'sha Nur marketing agentligini asoschilaridan. Keyin O'zbekistondagi eng katta xayriya kompaniyalaridan bittasi bo'lgan Mehr 2020 juda ham ko'p insonlar taniydi, juda ham ko'p insonlar manfaat topgan bundan xursand bo'lamiz. Shuni asoschilaridan. Keyin Prezident Business Gifts kompaniyasini xorijdagi hamtashislaridan bo'ladilar. Yana hozir o'zlari Bafurji tanishtiradilar. Xo'p. Endi ko'pchilik o'sha bloger deb tanigan, baribir bilaman. Ko'chalarda ham yoki boshqa "Aka ko'rmay ketdingiz" deydi. Keyin balki men o'zim ko'p ham ishimizni tomondan chiqmagan bo'lishim ham mumkin kontentda. O'sha keyin YouTube'da tanqidiy videolar shunga o'xshagan narsalar ko'p qiziquvchi alohida savollar. Hammaga shunaqa, men savol bo'lsa gapirib beraman. O'shandan tanigan. Lekin men har doim blog ikkinchi darajali ish bo'lgan men uchun. Har doim ikkinchi darajali ish bo'lgan, hobbi sifatida bo'lgan har doim. Balki shuning uchun ham juda katta obunachilarga hali chiqa olmagan bo'lishim mumkin deb o'ylayman. Birinchi navbatda har doim ish bo'lgan. O'zi hunarmand bo'lganman. Agar salazgina boshqadan boshlaydigan bo'lsam, hunarmand bo'lganman. Oshpaz, 10 yilcha shu sohada ishladim, oshtamlaganman, ustozlar. Ko'plab bilmasa kerak buni. Bilmadim, chunki bloglarda ham hech YouTube'imda 1-2 aytib o'tganman, videolar ham qo'yganman, lekin ko'p to'xtalmasdim, to'g'ri. Hali ba'zilar sal bekorchilar deb yozsam kulib qo'yardim, chunki biz juda qattiq ishlardik, ustozlarni shogird vaqtimizda edi. O'sha sohada 10 yilcha ishladim, usta potoq olgan oshpazman, Nobod maqtab. Shogirdlar chiqarganman, Xudoga shukr, alhamdulillah. Hozir shogirdlarim ishlayapti. O'zim chiqib ketib qoldim lekin. O'sha sohada 10 yil ishladim, baraka topdim, uylandim, mashina oldim, yaxshi, lekin qanaqadir o'sha baribir ichki yorib chiqish, nimadir harakat bo'lavergan, baribir aylanib kelib tadbirkorlikka o'tib ketib qoldim. Orada ko'p nuqtalar bo'lgan, bu narsaga olib kelguncha, lekin u kasbimni ham juda yaxshi ko'rib bajarardim. Tinmay ishlardim, charchamasdim hech qachon. Faqat o'ylaymanki, hozirgi imkoniyatim u vaqtgidan kattaroq deb o'ylayman. Ya'ni tashab ketmadim-da men. Qanaqadir o'sha transformatsiyani o'zi mana shu narsaga olib kelib qo'ydi. Imkoniyat ochildi. Endi shunaqa. Hozir o'sha endi o'zingiz tanishtiring deganda, hozir o'zimni masalan men tadbirkor deb bilaman. Kontentda men o'sha shaxsiy rivojlanish, boshqa shunaqa narsalarni ko'proq qo'yib boraman. Endi biznes masalasida biz hali qanchalik tajribamiz bor yoki o'rgatishga nimadir bilgan narsalarni ozgina qo'yib turaman-ku, har holda o'zim bosib o'tgan yo'lda qo'yish ma'nosida hali ham o'sha blogda shu anaqada ketyapman-da. Endi o'zingizni tanishtiring degan bo'lsa, hozircha biz asosiy faoliyatim tadbirkorlik. Oxirgi paytlarda ko'proq shaxsiy rivojlanish, shaxsiy samaradorlik, time management mavzularni ko'proq olib chiqqaningizni ko'ryapmiz. Bunga qanaqa turtki nima bo'lgan?
u yerda bunaqa narsa bo'lgan. O'sha qanaqadir o'zgarish nuqtalari bo'lgan meni o'zim hayotimda. Birinchisi o'sha YouTube blog qilayotgan vaqtimda masalan 6 oy blog qilasiz, yarim yil blog qilasiz, qanaqadir narsalarni olib chiqasiz, gapirasiz, boshqa ichingizdan bo'ladi, illik qanaqadir gaplaringiz bo'ladi, norozilik narsalaringiz bo'ladi. Lekin qanchadir vaqtdan keyin menda masalan ideya, kontent yoki berayotgan narsalarim tugashni boshlagan yoki o'zim norozi bo'lishni boshlaganman shu narsadan. Keyin menda qanaqadir vahima paydo bo'lganki, hozir men misol uchun odamlarga nimadir kontent beryapman, 250 ming odam meni ko'ryapti, ertaga masalan qiyomatda mendan so'ralsa, senga shuncha odamni yaxshi ko'rtirib qo'ydik, shuncha odamni eshittirib qo'ydik, sen ularga nima berding deysa men nima deyman degan menda qanaqadir xavotir paydo bo'lgan. Keyin o'shandan keyin demak men oldin o'zim yaxshi narsalarni o'qishim, yaxshi yo'lda bo'lishim, o'zimni oldin rivojlantirishim kerak ekan, foydali narsani odamlarga bera olay degan qanaqadir anaqa paydo bo'lganda, formula paydo bo'lgan ichimda. O'sha narsadan keyin masalan bir eng oddiy shakli masalan kitob o'qish, sekin kitob olib o'qishni boshlash, keyin orada o'shani klublarga qatnashish boshlangan, yaxshi tanishlarimiz taklif qilgan, u yerda yana yangi narsalar, yangi qanaqadir bilimlar, sotuv, marketing to'g'risida gaplar birinchi marta men uchun eshitish bo'lgan. O'sha 2000 karantindan keyin 20 dan keyingi vaqtlarda shunaqa bo'lgan. Ularni hammasini keyin sekin ishlab ketaverganimda menda o'sha yangi auditoriya, yangi tanishlar, masalan o'sha tadbirkor guruhlar, patronlar ligasi degan anaqa bo'lardi. Menimcha 19 bo'lsa kerak unda. Shunaqa bo'lsa kerak. O'sha yerga qatnashganmiz. U yerda ancha har xil tadbirkorlar kelardi. U yerda guruhdan o'zi ham ko'p odam edi. Menga mutlaqo birinchi marta yangilik ko'p yangi narsalarni eshitganman. Siz auditoriyangizga ham yangi gaplar o'sha yerda menda qanaqadir o'zgarish bo'lgan. Keyin boyagi menda o'sha vaqtda baribir hayotda qanaqadir qiymatingiz bo'ladi-ku o'zi. Hayotda men qiymat beraman degan ma'noda ham yashaysiz-ku. O'sha narsa aytgan xayriya guruhimiz, u yerda juda katta mehnat bor, juda katta jamoa bor. Men hozir unga kirmay tura qolib, u ham alohida katta anaqa mavzu bor. O'sha yerda menda yangi og'riq paydo bo'lganki, masalan xayriya fond bo'lib, uni biz endi bajarib beruvchi sifatida tarqatib berasiz, o'sha tizimga solib beruvchi sifatida, tashkillashtiruvchi. Juda mas'uliyat katta. Nimaga desangiz, u yerda xalq pul to'planadi, kimdir sizga narsa berib ketadi, mahsulotdir, go'shtdir, boshqa. Demak, o'zingizniki bo'lsa boshqacha. Qo'rqmasdan ishlatasiz degan yangi og'riq paydo bo'lgan. Nemanda? Bo'lmasa men buni o'zim katta ishlaydi. Lekin qanaqadir mas'uliyat katta. Mas'uliyat bor, keyin ba'zi narsalarni qilgiz keladi-yu, u masalan xuddi bonus sifatida narsalar bo'lishi mumkin, qizishib ketishingiz mumkin yoki bo'lmasam oshirib olishingiz mumkin. O'sha bitta oilaga ko'proq e'tibor bergingiz kelyapti-yu, qolganlarga yetmay qoladimi deganga o'xshagan narsalar-da. Zaruratdan biz bonus ko'p ketmayapmizmi degan joyda ko'p xavotir bo'ladi bizda. Bu narsani biz juda ko'p muhokama qilamiz jamoamiz bilan. U yerda baribir bitta men nom bo'lib qolishi ham noto'g'ri bo'ladi. Juda katta jamoa bor. O'shanda yangi og'riq paydo bo'lganki, demak o'zimiz nimadir biznes qilishimiz kerak ekan, tadbirkorchilik qilish kerak ekan. Toki o'sha mayli pulni qanchadir qismi o'zimizniki bo'lsa, uni ishlatishda ham sal bemalolchilik, ya'ni o'zingiz xato qilsangiz, qanaqadir haqqingiz bor. O'zingiz cho'nchagingizdan xato qilasiz. Birovning cho'nchagidan xato qilish apasli. O'shanga shu og'riq keyin yengil izlanishlarni boshlagan. Vaholanki o'sha yerda kakras men boyagi patronlar ligasidaman, ko'p yangiliklar boshqa o'sha yerda insonlar bilan maslahatlashib, bir tadbirkorlar bilan nima qilsam bo'ladi deganda o'sha Nur marketing agentligi siz mana shu SMM agentство qilsangiz, sizda o'xshaydi, internet tushunasiz, kontent tushunasiz deb bir emas, bir ikkita odam menga maslahat bergan. O'sha paytda endi internetga chiqayotgan paytlar edi. Ko'p talab bor, lekin hozir ham talab yaxshi, u paytda qanaqadir baribir bozorda yangi narsa edi. Shu bilan o'shani boshlaganmiz, u ham qaysidir marta o'xshamagan, yana qayta qilib turib, keyin boshlab shunaqa tadbirkor anaqaga formatga o'tib qoldim keyin. Xudoga shukr, o'ylagan narsalarimiz qanchadir qismi o'xshab kelyapti. O'sha men uchun masalan yana bitta qanaqadir burilish nuqtasi bo'lgan o'sha hayotimda. O'sha vaqtda kelgan yana men tushunganmanki, endi oshpaz fikrlashadigan odam. Masalan, o'sha qozon, o'choq, har kunda ishingiz 4-5 ta odam. Kichkina doirada oshpaz fikrlashadigan odam. Men endi tadbirkor fikrlashiga qanaqadir o'tishim kerak, sal bunday tushunishim kerak bo'ldi gapirilayotgan gaplar. B2C, B2B deb qolsa degani eshitilib.
o'qish kerak ekan degan aniqga kelganman. Yana ba'zi do'stlarimizdan maslahat berishgan, "Aka o'qib oling" deb. Shu birinchi ishlagan pulimizni Nurdan qo'lga tushgan pulni borib Ibrohim akamni kurslariga, coachingga to'laganman. Qanaqa tuyulgan to'laganingizda? U paytda qanaqadir mavhumlik bo'lgan, qilish kerak deb qilib ketaverganman. Lekin undan oldingi o'rgangan narsalarim, boshqa tadbirkorlardan eshitgan, kichkina o'sha klublarda eshitgan narsalarim, demak, o'shani tizimli o'rgansam menga foyda bo'lar ekan degan ishonch bor edi ozgina. Keyin shu bilan o'sha o'qishga kirganimdan keyin o'sha yerda yana bitta katta narsa o'sha Ibrohim akam o'rgatganlar. Biznes egasiga teng degan narsani. Endi bu boshqa joylarda ham balkim ko'p kelgan so'z bo'lishi mumkin. Men Ibrohim akamdan eshitganman, o'rganganman. Ya'niki inson shaxs o'zi rivojlansagina, uni biznesi ham rivojlanib ketadi. O'sha shaxsiy darajasidan o'tib keta olmaydi degan narsani qanaqadir ma'noda tushunganman. Katta turtki mana shu narsa bo'lgan. Menga katta turtki bo'lgan. O'shandan keyin boyiga qanaqadir kichkina o'zim kitob o'qigach yoki bo'lmasam boyiga qaysidir klubdan tashqari yana bu narsani sal tizimliroq yo'lga qo'yishim kerak ekan. Masalan, demak, o'qishda kitoblarni tanlab, o'sha o'zim sohamga aloqador tadbirkorligi boshqaga, undan tashqari o'sha shaxsiy rivojlanish deb turib uni yo'nalishlari bo'lishi, masalan, shu o'zingizni ruhiy qalb tomonlama, sog'liq tomonlama, aql tafakkur tomonlama, ularni balansga qo'ymasangiz nima bo'ladi? Shunga o'xshagan narsalarni o'zim mustaqil o'rganib, bu narsa menga qiziq bo'lgan. O'rgangan sari menda ko'rganman o'zgarish bo'layotganini yaxshi tomonga. Masalan, do'stlarim, tanishlarim, atrofimdagi insonlar yangi ishlar, yangi boshqa imkoniyatlarni va o'zim qilib turgan ishimda ham yangi samara, boshqacharoq natija bo'layotganini, masalan, stress kamayayotganini, natija ko'payayotganini, odamlar bilan yaxshiroq ishlayotganimni ko'rganman. Keyin shu narsani qanaqadir ravo ko'rgim keldi shu. Boshqalarga ravo kontentda, shu kontent endi shu asnoda qilib kelyapman. Imkon qadar yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman lekin. Zo'r, ancha manfaatli. Men o'zim kecha esladimda. Ikkita odatda aynan o'sha sizlaringiz o'zi Instagramga ko'p kirmayman. Kuzasam o'zi istoriyada birinchi bo'lib siz turasiz. Bitta siz yana bitta-ikkita odam ko'raman-da. Nima ekan deb. Nima ekan deb. Endi foydali narsalar chiqqan uchun o'shan eslasam yugurish yaqinda 6 kilometrcha bo'lib qoldi. Samarqandga yozilib qo'ydik marafonga 10 taliga. Yana bittasi sovuq dushni odat qilgan ekanman. Birinchi esda sizlarni noldan boshlashmi degan kursingiz bo'ladi. Noldan boshlab shaxsiy rivojlanish. Shogirdlarga olib bergan edim. O'shani birinchi faktogingizda keyin o'zim nimalar bor ekan deb ko'rsam, ko'p narsalar aytilganda shu har kuni muzdek dushda cho'milamatsa, aka hammasi yaxshi bo'ldi, lekin mana shunisi deydi. Keyin nima deyapman deb keyin sekin aql bir boshladi. Xudo shukr, mana bu ertalab ham muzdek dush qilib ancha kortizollarni yo'q borishga yordam berar ekan. Men o'zim haligacha qilaman. Haftada bir kun nimadir bo'lib yoki esimdan chiqishi mumkin, lekin haligacha qilib bugun ham. Menda hozir endi suhbatimizga qancha aloqasi bor-yu, lekin aynan o'sha shamollash masalasida men juda qiynaldim. Gaymarit deymiz, xalq tilida o'sha mamtik yana to'lib qolishi, yiring deyiladi, shunaqa o'zi frontit deyiladi. Shunaqa 4 yil ketma-ket har yili qaytaraverardim. Nimaga desangiz, bizda o'sha oshpazchilikda ko'p joyda ochuv joyda bo'ladi, oshlar, katta qozon, issiq bo'ladi, qishda sovuqga qaraysiz. Issiq bo'ladi, sovuq o'girilasiz. Mana shunaqa narsa ta'siri bo'lgan deyishadi doktorlar, yana ham Alloh bilguvchi. 4 yil ketma-ket u bo'ldim, yana 2 yil shu litsevoy nevrit deydi, 101 oy 100 ming yarim ishlamay qolgan. Juda qo'rqinchli narsa bo'lgan. O'zim uchun ham qo'rqganman, juda xavotirli bo'lgan. O'sha ninalar, hamma narsalar qilib ko'rib, o'sha litseniyasini olganman. Meditsina tomonidan ham, tabobat tomonidan ham hammasini harakat qilganman. Qo'rqib ketganingizlarni hamma tomondan urasiz. Sababiyatlar maksimal. Alhamdulillah o'tib ketdi. Lekin yana 1 yil misol uchun gammat, yana 1 yil o'sha takrorlangan. Azimcha mana shu og'zim yarimi, tilim yarimi, mazza sezmay shunaqa narsa bo'lgan. O'shanda ichilmagan dori, qilinmagan ish qolmagandan keyin oxiri charchab ketganman. Mana yaqin do'stlarim ham bilishadi. Mana kuz keldi, boshqa shapka kiyilardi. Oldin kontentlarimni aksarida qalpoqdan ham bilsangiz. Bilaman. O'sha kuz sentyabr keldi, qalpoq kiyilardi boshqa, shu bahorda yechilgan. Nimaga desangiz, shu boshim sovuq qotardi, qanaqadir sal sovuq bo'lsa, diskomfortni sezardim-da. Oxiri shu darajada charchab ketdimki, kasal bo'ldim, operatsiya qilish kerak dedi. Doktorlar operatsiyagacha borishimga sal qoldi-da. Endi bundan ortiq kasal bo'lmayman dedim-da. Mana shu kasallik eng oxiri dedim. Keyin internetdan o'tdan qarasam, maksimal qiyini sovuq suv ekan.
Va endi asoslari bor o'sha muzdek suv tushganda organizm keskin kurashishni boshlashi, birdan qon aylanib ketishi. Keyin o'sha qanaqadir modda, hozir nomi esimda yo'q, ya'ni shamollashga qarshi kurashadigan modda bor. O'shani ko'payishi sovuq suvga tushgansiz shamollamagansiz, lekin qonda o'sha ko'payadi muzdek suv bo'lganligi uchun. Va endi boshlanayotgan shamollanish joylari ham tuzalib ketar ekan. Muzdek suv-ku. Shunaqa narsa. Keyin o'sha kortizolga foydasi, boshqa hammasini eshitganimdan keyin shatda o'sha narsaga o'tib ketganman. Bosvordi. Bo'lmasam u vaqtda o'sha kuz bo'lib qish kelyotgandi. Hozir 2 yil bo'ldimi, 3 yil bo'ldimi, qancha eslolmayman. O'sha muzdek dushni qilurdim. Taqdirga tan berdim deydi oxiri. Shamollab qolsachi nimadir degan narsalar undan ortiq shamollash mumkin emas. Men charchadim-da o'zi. Operatsiyagacha borgandan keyin. Lekin Alloh taoloning hikmati o'shandan keyin to'xtab qoldi. Shu odatni kasb qilishingiz kerak bo'lgan ekanda. Yaxshi bo'lib ketdim. Hozir mana shapkasiz yuribman. Qorli havoda bir xil payt bosh yalang turganimni ko'rib, o'zimdan o'zim shunaqa Xudoga shukr qilaman. Xudoga shukr. Shu kunlar ham keldi, deyman. Hali ham endi ehtiyot qilaman, cho'milib chiqib ketmaslikka harakat qilaman. O'shaning uchun hamma misol uchun boradigan joyga 1 soat oldin uyg'onish kerak bo'lsa, men 2 soat oldin uyg'onishim kerak. Chunki yuvinganimdan keyin 1 soat uyda o'tiraman har doim. 40 minutcha chiqib ketmayman shoshib. Xitotimni qilaman, lekin avvalgidan 99% sog'lomman. Mana shu oddiy sovuq suvning evaziga. Menimcha endi ko'pchiligiga foyda bo'ladi deb tavsiya qilib ketdim orasida. Bafurja aytib berdilar shuni. Qarang, Abdusolihga to'g'ri tushundim. Ko'plar, masalan, oddiy mana Instagramda ham nimadir, 1 oy, 1,5 oy blog boshlaydi, to'xtab qoladi. Yo nimadir ishlarni boshlaydi, to'xtab qoladi. Boya aytdingiz-ku, odamni endi biznesdan aytsa, biznesi shaxsiyatiga teng. Siz endi mana shu biznes qildimmi, zo'r biznes qilishim kerak degansiz. Lekin zo'r biznes qilish uchun o'zim oldin shaxs sifatida o'sishim kerak ekan degan ekan. U teskarisi bo'lmaydimi hech qachon? Nima deysiz? Balki men tanimagan odamlarda kimgadir o'xshab qolganlarda bordir. Lekin bu men lotereyaga ishonish kerak deb hisoblamayman. Chunki masalan otasidan meros qolgan biznesmenlar bor. Alloh taolo berib, tap-peti omad kelib qolgan biznesmenlar bor. Hech qanaqa shaxs to'g'ridan rivojlanmasdan boshqalar ham bor. Unaqa keyslar ko'p. Ustozlar ham gapirib berishadi. Ya'ni ba'zi odamlar bor, kerak joyda to'g'ri qaror shuni qabul qilgan, shu bilan o'zimizni tegadigan gullab ketgan, zo'r bo'lib ketgan. Ularga keyslar ham bor. Lekin xuddi o'sha narsani yo'qotib qo'ygan keyslar ham bor. Erishgandan keyin, to'g'rimi? Demak, baribir ham rivojlanish kerak bo'ladi. Yo'qotmasdan qo'lda ushlab qolganlar ham bor, lekin u kam sonni tashkil qiladi. Juda kam sonni tashkil qiladi. U ham bir Alloh taoloning barakasi bo'lsa kerak. Ular uchun ham men juda ham xursandman. Menda o'sha narsaga garantiya bormi desa, yo'q. Lekin u lotereya deb aytasiz. O'sha garantiya yo'qligi uchun men sababini mukammal qilishim kerak degan tushunchadaman. O'shaning uchun shu tomondan boshladim. Endi natijasini men hayotimda ko'rganim uchun bu haqda u yerdan gapira olaman. Qachonki hozir kimdir, masalan, kamera ortida mana men 1 yilda bitta kitob o'qimayman, lekin zo'r biznesmenman desa, o'sha odam uchun xursandman, baraka bersin, yana yaxshi bo'lib ketsin. Lekin boshlayotganlar uchun u odamni o'rniga qilmaslik kerak deb o'ylayman. Endi boshlayotgan bo'lsa, qanaqadir muammoni bilib turgan bo'lsa, uni o'rniga qilish kerak emas, rivojlanish yo'lida ko'tarilganlar o'rniga qilish kerak deb o'ylayman. Chunki eng kamida bilim o'zida qoladi, sog'lig'i o'zida qoladi, o'sha hayotiga o'rnatgan balansi eng kamida o'zida qoladi. Odatlari o'zida qoladi. Foyda bilan chiqadi. Keling, yana ham foydali bo'lishi uchun-da mana shu sonimizni xuddi buni men shaxsiy rivojlanishda probegingiz katta deb bilaman-da. Endi anchadan beri kuzatamiz, ham o'rnak olganimiz uchun 1 2 3 4 5 qadamda xuddi mana 0 odam hali umuman kitob ochmagan, ochgan bo'lsa ham maktabda ochganda, lekin bir millionlab odamlarga o'rnak bo'ladigan darajaga chiqmoqchi. Nima qilish kerak? 1 2 3 qadamlar. Nimadan boshlash kerak? Naqs men bir misol bo'lib beraman balki qanaqadir. Ya siz 0 odam deb o'ylaymiz, lekin men 0 odam bo'lganman. O'shaning uchun men bu haqda maslahat berishga haqliman deb o'ylayman. O'sha men 29 yoshimgacha kitob ochmaganman. Maktab vaqtida bir marta o'sha Sariq devridagi, ya'ni kitob juda ko'pchilik mashhur bo'lgan, balkim juda qiziq bo'lgandir. O'sha kitobni o'qib chiqqanman. Nimadir jin urib deydi. Menimcha o'qimagan bolalar ham o'shani o'qigan bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsa kerak. Shu qiziqarlidir boshqada. O'sha kitobni bir o'qib chiqqan bo'lganman. Bitta kitob. O'sha bo'yi qo'lga kitob olinmagan va bu narsa kerak deb ham tushunmaganman men kitob o'qish. Bizning uyimiz Qoraqamishda, bizning do'stlarimiz, o'rtalarimiz boshqa turli insonlar bo'lishgan ko'pchiligi, urush, janjal, bezorilar, mana shunaqa yaxshilari ham ko'p. Lekin mahallamiz muhiti baribir ko'proq masalan og'irroq bo'lgan, va endi ko'pchilik biladi, menimcha bekitganning foydasi ham bo'lsa kerak. Bizda unaqa fikr bo'lmagan, ya'ni o'qish nimadir, unga motivatsiya ham bo'lmagan.
oradan yillar o'tib o'sha boyagi o'zgarish nuqtalari menda paydo bo'lgandan keyin men birinchi marta olganman shu varroni kitobni qo'lga. Endi menda mavhumlikdan qayerda kirib kelish bo'lgan. Hozir meni o'rnimda o'sha endi kim nol bo'lsa, o'sha mavhumlikni sal ozgina qanaqadir yo'l xaritasi qilib bermoqchi bo'lgan bo'lsak, men nimaga har doim kitobdan boshlayman? Hozir ko'pchilik podkast degan narsa ko'p mashhur bo'lib ketsa, yaxshi, juda ham ko'pchilik odamlarni bevosita ulanasiz-da endi. Ancha yuqoridagi odamga, bilimli odamga, biznesmen odamga, ilmiy odamga bevosita shuni to'g'ridan to'g'ri qila olasiz, zo'r. Lekin kitob o'rnini bosa olmaydi, buni ochib aytish kerak. Va kitob hozirgi kunda eng arzon bilim manbai deb hisoblayman men. Eng qulay deb hisoblayman, chunki yoningizda undan tashqari bir vaqtda o'zi bir nechta foydalari bor. Masalan, kitob o'qigan odam nutqi sal bo'lsa ham ochiladi. Keyin kitob o'qigan odamni buni kitobda yozib qo'ymaydi, o'qisang sen shunaqa bo'lasan deb. Fikrlarini masalan bunday boshlab, sal tushuntirib, oxirida xulosa qilib bera oladigan ko'nikma paydo bo'ladi. Bizani ko'p suhbatlar bilsangiz, relis suhbatlar. Choyxonada o'tirsangiz, 30 sekund, 1 minut. Nimadir yana keyingi mavzu undan boshqa chiqib keladi. Kecha bo'lgan voqea, toddiy gap, orada bir biznesga o'tib qolinadi, keyin qaysidir artist hayoti, yana bir narsa. Mana shunaqa relis suhbatlarda. Kitob o'qigan odamda ozgina imkoniyat bersangiz, masalan, sal boshlab, o'rtasiga olib kelib, xulosa yasab berish ko'nikma paydo bo'ladi. Buni odam o'zi ham sezasiz. Qolganlar ham sezadi. Suhbatingiz qiziq bo'lib boshlaydi. So'z boyligingiz oshadi, masalan. Bizda oddiy bilasiz, suvdich bilan muzlatgichni ham farqini aytishmaydi, soy bilan daryoning farqini hech kim bilmaydi, o'rniga olib qo'yadi. Vaholanki, har bir so'zni qanaqadir bir vazni bor. O'sha vazni o'rniga qo'ysangiz, sizni nutqingiz jozibali bo'ladi. Men bunaqa bo'lganman deb o'ylamayman, shu yo'lda bo'lsam kerak deb o'ylayman lekin. Va oldingi videolarimni kuzataman men. Menda hammasi bor-ku, hozirgini kuzataman va katta o'zgarish sezaman. O'sha nutqimga ishonch sifatida egabga boshqaga. Va masalan, kitobda boyagi eng arzon deganim, kitob narxini aytmayman, o'zi u ham arzon. 25 mingdan 100 ming so'mgacha zo'r kitob olsa bo'ladi-da. Bir oyda bitta odam uchun masalan 50 ming so'mga bitta kitob olish bu hech narsa emas. Masalan, kechirasiz, ko'chada tilanchi ham ola oladi. Hozir tilanchini ham qo'lida telefoni bor, telefonda megabayt borda, o'sha pulni ishlata oladi. O'rtacha odamga bu juda arzon. Lekin men arzon degan nimani aytayapman? Bitta kitobda bir insonni 10 yillik mehnati bo'ladi. Ba'zan 20 yillik bo'ladi tadqiqotlar. Bu qaymog'ini yozganda. Ya'ni bu siz 20 yillik tajribani masalan bir oyda o'qiydigan bo'lsangiz, sekin o'qiydigan odam sotib olasiz. Bir oy umringizga va masalan 50 ming so'm puliga. Juda arzon va juda ko'p foydali. O'shaning uchun birinchisi yangi boshlayotgan odam kitob o'qishdan boshlayverish kerak. Dunyoda ham isbotlandi, rivojlangan mamlakatlar ko'p kitob o'quvchi mamlakatlar. Mingta tadqiqot keltirsangiz shuni isbotlab ketadi. O'shaning uchun oddiygina shu. Birinchisi shu. Ikkinchisi mana shunaqa narsa borki, men badiiy kitoblardan o'qishni boshlamas kerak deyman. Nega? Badiiy kitoblar zo'r. Balkim hozir badiiy kitob yozuvchilarning xafa bo'lib qolishmasin lekin keyinroq ularni o'qish kerak hisoblayman. Nimaga? Chunki badiiy kitoblarda masalan, birinchisi men har doim drama bor-ku. Drama o'qish kerak emas deb hisoblayman. Chunki biz ko'rayotgan narsa hayotimizda, hamma yashab o'tayotgan hayotimiz, oilamiz, televizor ko'rayotgan narsamiz bu bizga proshivka bo'lib yoziladi-da. Drama proshivka bo'ladi sizga. Ertaga hayotingizda o'shunaqa dramatik qarorlar qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Vaholanki hayot sizga o'nlab imkoniyatlarni beradi. Hech narsani yo'qotmasdan ham chiqib ketish yo'li bo'ladi. Biz Alloh taoloning dunyosida yashaymiz. Kitobda ikkita yo'l bo'ladi. Keyin o'zini qurbon qilishni tanlaydi. Oxirida. O'zingizni qurbon qiladigan joylar ham bo'lishi mumkindir hayotda, lekin men har doim chiqish yo'li bor degan motivatsiyada bo'laman. O'shuning uchun drama men uchun chiqib ketadi o'yindan har doim. Hatto u faqat kinoda ham, serialda ham ko'p nima deysiz, siz oxirida o'sha tushkunligi o'zingiz yashaysiz degan hayotingizda bularning psixologik tomonlari bor. O'shani chiqib ketdi o'yindan. Endi yo'q, drama emas, badiiy motivatsion yaxshi anaqalarchi. Ular ham zo'r, lekin ularda ko'proq o'zingiz dunyoyingizga cho'ngib qolish bor. Qizuvda masalan yozuvchilar endi zo'r ochib berishadi, tasavvuringiz shaklanib ketadi, o'sha joylar, atrof muhit, boshqa narsa qizuv, lekin o'zingiz dunyoyingizga sho'ng'ib qolish bo'ladi haligi. Tasavvuriy dunyoda bizlar yoshligimizda botanik derdik-ku. O'sha botanik bo'lib qolish xavfi bor. Siz ham aqlli, ham shustroy bo'la olishingiz kerak. O'shaning uchun u ham meni taklifimni o'yindan chiqib ketadi. Keyinchalik o'qish kerak deyman, keyinchalik. Birinchi fundament olib,
boshlanishida deyman men mavzu mana hozir biz birinchi kitobdan boshladik, ya'ni 0 dan kitobdan boshlayapti. Kitobni ham o'sha shaxsiy rivojlanishga, tasavvurga, o'sha fikrlash qanaqa ta'sir qilishiga, ozgina bo'lsa ham insonni psixologiyasiga yoki o'sha intizomga, tartibga aloqador narsalarni o'qish kerak deb hisoblayman. 0 dan bo'lsa agar. Chunki o'zi 0 dan bo'lsa, u mana shundoq qabiliyda sarguzasht badiiy qanaqadir romanni olib, uyda o'qib o'tirishi unga zarar bo'ladi. Yo'q, oxiriga yetguncha ham sabr chidamaydi. U hali qiladigan ishlari bor-da, u shaxsiy rivojlanmoqchi-ku. U kitob o'qish, ya'ni vaqtni o'ldirish uchun emas-ku. Real hayotda nimadir amal bajarish uchun. Real amaliy mashqlar bor, kitoblarda bor. O'shandan boshlash kerak degan fikrdaman hali. Unaqa kitoblarga ham masalan 1-2 yil umrini ajratsa, ancha-muncha inson ba'zi o'zini hayotida nimadirlarni o'zini yo'liga qo'yib oladi. O'sha boyagi time management deysizmi, yoki biz endi ruhiy tarbiya deymiz, ko'pincha zamonaviy kitoblarda endi meditatsiya, shunga o'xshagan har xil so'zlar bilan beriladi, o'ziga moslashtirib olasiz. O'z qadriyat joyini, sog'lig'ini bo'yicha deysizmi, o'sha intizom bo'yicha deysizmi, o'sha deep work, diqqat jamlash bo'yicha deysizmi, boshlasangiz, ular sizga hayotingizda keyingi ishlaringizda amal qilsa bo'ladigan nimalarni beradi-da. Ya'ni zo'r tasavvur emas, yoki faqat so'z boyligini emas. Amal qilgan narsalarni boshlab olsangiz, bu yerda sizda birinchi o'sha yo'nalish paydo bo'ladi, ya'ni hayot tartibga keltirish boshqa narsalar. U paydo bo'ldi. Ya'ni bilim jihatdan sizda qanday rivojlanish boshlandi. Endi o'sha biz endi bir o'zbek, bir musulmon inson sifatida insonni o'sha ichki dunyosi, ruhiy tarbiyasi, qalbi boshqarishimiz. Kim ustozga borar, kim o'zi bilar, kim kitobdan o'rganar, mana ibodat bor, zikr bor, boshqa narsa bor, uni qilish shart. Chunki o'zi aslida ruhiy tarbiyaga musulmon bo'lmagan odamlar ham muhtoj. Butun dunyoda o'zini e'tiqodidan kelib chiqib turib, o'zini ruhiy tarbiyasini qiladi juda ko'p odamlar. Ular o'z yo'liga, biz o'zimiz ota-bobolarimiz, ustozlarimiz o'rgatgan narsani qilishimiz kerak. Nimaga desangiz, men har doim aytamanki, rivojlanish balans bilan bo'lishi kerak. Agar siz juda ham aqlli bo'lib ketsangiz, qalb tomonlama tarbiyalangan bo'lmasangiz, nima joyga ketaveradi odam. Gitler bo'lib qolishingiz mumkin. Masalan, Stalin bo'lib qolishingiz mumkin. Men har doim o'zim gapirsam ham kulgim keladi shu gapni. Masalan, Gitler, Stalin dunyoda odam o'ldirish bo'yicha top 10 taliga kirgan dunyo tarixida. O'z qo'li bilan emas-ku, ular tuzgan sistema shunaqa ko'p odamni o'ldirgan. Va o'ziga hech narsa qilmasligi kerak. Odam o'ldirish bo'yicha top 10 taliga kirib, sizga hech narsa qilmasligi kerak. Juda aqlli bo'lishingiz kerak buning uchun. Ular aqlli bo'lganda, biz yomon odamlarni ahmoq odamlar deb o'ylaymiz ko'pincha. Yoki yomon odamlardan o'rnak olinmaydi deb o'ylaymiz. Yo'q, uni aqlli jihati bor lekin. Masalan, Stalin hayotini mana bitta yaxshi o'rtog'im juda chuqur o'rganib chiqqan. Bir nechta kitoblar o'qidi, ilmiy qaradim ishlar, videolar gapirib beradi menga. Juda o'qishga berilgan odam bo'lgan ekan. Juda o'qigan. Masalan, lekin hayotda qilib olgan ishi baribir ancha insonning umriga zomin bo'lgan. Masalan, hazil bo'lib ishtiroki aslida anaqa qayg'uli narsa. Endi shuning uchun men aytamanki, ichki dunyosini tarbiyalab borish kerak. Olgan bilimi yaxshiga xizmat qilishi uchun. Men uni qildim. Masalan, siz yaxshi ruhiy tarbiyani olib boryapsiz, yaxshi aqliy tafakkuriy tarbiyani olib boryapsiz, lekin o'zingiz masalan 150 kilosiz. U ham bo'lmaydi. Chunki nimadirga o'xshamayapti. O'zingizga yordam bera olmaysiz. O'zi o'tdi 5-oyga chiqamangiz, xansirab qolasiz. Nimadir ish qilishingiz kerak, nafsingizni tiyish o'zi masala masalan. Balkim garmon bilan, balki boshqa narsa bilan bog'liq. Ya'ni bu ham bitta kasallikning turi o'zingizda ham. Demak, o'sha jismoniy sog'lig'ingizni ham siz ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. O'sha balansni hammasini joyiga qo'ysangiz, jismoniy sog'liqni to'g'ri qilsangiz, tafakkuriy, aqliy tarbiyani to'g'ri qilsangiz va ruhiy tarbiyani o'zi to'g'ri olib borsangiz, endi aytish kerakki, bu buni oxiriga yetib bormaysiz, shu yo'lda bo'lish kerak har doim. Oxiri yo'q endi buni. Mana men rivojlandim degan narsa yo'q-da. Shu yo'lga tushsangiz, o'shanda balans bilan rivojlanasiz. Bu albatta hayotingizda natija ko'rinadi. Mana 0 odamga balkim sal qiyinroq yoki sal uzoqroq bo'lgandir, lekin men kartina chizib berishga harakat qildim. Mashinasida boshlash kerak. Endi kutuvni to'g'irlash bo'yicha-da, masalan, kitobdan boshlayapman. Bundan oddiy o'zimdan futbollarni tushuntiradigan bo'lsa, birinchi hali kurchonni tepishi yoki ham kallalarda gol urish emasdi, oldin tepishni o'rgan, oldin aldashni o'rgan, shunaqada keyin qo'shimcha aqliy bilimlarni o'rganilaveradi. Xuddi shunday degan narsa. Qo'shimcha sifatida masalan uni balansini ham ushlash kerak.
masalan inson hayotini qaysi davrdaligini qarash kerak. Bir kuni men shu ustozdan eshityapman, men deyaptilar, har kuni hayotimni 4 soatini shaxsiy rivojlanishga bag'ishlayman. Har kuni 4 soat o'zim uchun. Necha soat sport zalda, necha soat o'qish, necha soat o'sha o'zimni ruhiy tarbiyam, boshqa tafakkur, zikr davrim. Har kuni 4 soat. Lekin masalan men har kuni 4 soat hayotimdan ayirsam, meni boshqa ishlarim orqaga ketadi. Masalan hozir birinchi darajali resurs pul. Afsuski, men bu narsani hech qachon oldi o'ringa qo'ymagan bo'lardim, lekin oilasi, boshqasi, ota-onasi bor odamning birinchi darajali resurs kerak. Men orqaga ketaman shu. Meni bolalarim o'qish orqaga ketishni boshlaydi, ota-onam sog'liq orqaga ketishni boshlaydi, uyimni ro'zg'orim orqaga ketishni boshlaydi. Agar kunimdan 4 soat ayirsam, o'shaning uchun men 1,5 soat, 2 soat ayirishim mumkin. 1 soat ayirsam ham menga norma deb o'ylayman. Endi har bir inson boshlayotgan vaqtda o'zini qaysi darajadaligini hisobga olish kerak. Masalan, uni ishi, resursi, hayotini boyagi birlamchi ehtiyojlari qoplangan davrda bo'lgan bo'lsa, ko'proq ajratish mumkin, o'zidan kelib chiqib turadi. Misol tariqasida o'rtacha suv sotadigan kompaniyada bitta bo'lim boshlig'i o'sha 10 tacha sotuvchiga rahbari 9 dan 6 gacha ishi bor, har kuni 6 kunlik mana shunaqa odam misolida bo'ladigan bo'lsa. Men odamga 1 soat deyman. 1 soat? 1 soatdan ko'p deyman. Chunki u odamni shunga ishonib qo'ygan 10 ta odam bor, yana boyagi oilasi bor, uning orqasida ko'p narsa bor, uning orqasida ya'ni mas'uliyat bor. Ularni tashab qo'yib ham ya'ni xuddi uzlatga chekinib ketish to'g'ri kelmaydi. Kundalik 1 soati, endi 1,5 soatdir, 1 soatni umridir sal nari berib, 1 soatda yetadi deb o'ylayman. Hayotini qaysi davrdan keyin uni oshirib borish kerak deb o'ylayman. 1 soatdan kam yiqiladi. Masalan, 1 soatdan kam siz nima bilan shug'ullana olasiz? O'zi fokusiga bo'lguncha ham bir. Undan kam yiqiladi. O'shaning uchun men 1 soatni qanaqadir ko'p tajribalarda, tadqiqotlarda, kitoblarda eshitganman, o'zimdan shunga qo'shilaman. Endi bundan kutuvdi, oldi kitob oldi o'qiyapti-da. Qanchada qanaqadir samara kutsin buni? Zo'r savol, mana shu zo'r savol. Bir xil shuni ochadi deb ertasi kuni zo'r bo'lib ketib qoladi. Bir oyda. Menga ko'p keladi bu. Mana kitob o'qish boshladim, hayotim hech narsa o'zgarmadi. Mana ertalabda yurish qolmay, hech narsa o'zgarmadi. Yoki kontentlar paydo bo'lyapti, ko'rgan bo'lsangiz. Ertalabda yurish bilan hech narsa o'zgarmaydi. Shunaqa. Masalan, oddiy bo'lib yashayverish kerak. Bu prosta inson nafsiga yoqadigan gaplar-da, oddiy bo'lib yashamaymiz biz. Chunki oddiy bo'lib yashasangiz, siz nolda turmaysiz, hech qachon orqaga ketib boshlaysiz. Ustiga hozirgi dunyoda. Tezlashib. Chalg'ituvchi narsalar, telefon, reelslar, boygani miya chirishadigan kontentlar bor-ku. Qo'pol bo'lsa ham haqiqat shu. Siz joyda turolmaysiz-da. O'shaning uchun ham oddiy bo'lib yashasangiz bo'lmaydi, hozir buni tan olish kerak. Nimadir yo'lda yashashimiz kerak. Bu og'irroq narsa, lekin buni qilish kerak. Endi natija deganda o'sha boyagi gap. Bu sekinroq natija beradigan narsa. Ochib aytish. Bu sekin natija bergan. Mana menga masalan necha yil ketdi hozir men o'zgardim demayman birinchidan, men shu yo'ldaman deyman. Lekin o'sha hayotimni qamrovi o'zgarishiga men o'sha 19-yilda boshlagan bo'lsam, biz hozir 2025-yilda o'tiramiz, 6 yil. Vaholanki men o'sha birinchi etapda shunchaki o'zimda fikrlash qaysidir o'zgarishlar bo'lgani uchun mutlaqo soham o'zgarib ketdi. U soham o'zgargandan keyin u sohani bilimlarini o'rgandim, boshqa qildim. O'sha tadbirkorlikda o'tda, marketingda ishladim, boshqa qildim. O'tda ham juda ko'p keyslar bo'lgan, chuqurlashgan bo'lsa ishlar bo'lgan. Ya'ni to'g'ri qarorlar bo'lgan, alhamdulillah deymiz. Va yana shu narsani men davom ettirganimdan keyin men tushundimki, agar men o'sha shaxs sifatida yaxshiroq rivojlansam, yo men bu ishni rivojlantiraman, yo menga boshqa taklif bilan keladi. Masalan, bizda shunaqa narsa bo'lganki, men 2 yilcha agentsiyani rivojlantirish yo'lida o'zim mehnatim tepasida turib ishlaganimdan keyin men agentstvalarni yaxshi ish, misol uchun baraka topdim, yana nimadirlar qildim, uyimga ro'zg'or bo'lishida ko'p foyda topdim, lekin dunyoda juda kattalashib ketgan agentstvalarning modeli kamda. Marketing agentstvalari, misol uchun global kattalashgan kompaniyalar yo'q-da. Bo'lsa ham bitta-ikkita 150 yil tarixga ega qanaqadir kompaniyalar-da. Bu narsani men umrimni sarflaymanmi yo'qmi degan mana savol paydo bo'ldi. Biz komandadagi bolalar bilan maslahatlashib feriylar bilan masalan nima qilamiz? Agentsiyada ko'pchilik ishlayapti, ko'pchilik o'tdan chiqib yaxshi joylarga ishladi, boshqa menga ko'p yordam berdi, yaxshi insonlar bilan tanishdim. Fundamentalni uni yurg'izamizmi deganda, shogird bo'lib kelgan bolalarga sherik qilib olganman. Hozir ular mustaqil ishlatishadi.
Men keyin o'zim yana bozorga qanaqadir o'sha kontentim bilan boshqa bilan messej berib sekin boshladim. O'tdan takliflar bo'ldi, boshqa narsalar bo'ldi. O'sha takliflar asnosida meni hozirgi mana prezident biznesga sheriklarim, o'rtoqlarim, do'stlarim bo'lishgan. Ulardan ham taklif bo'lgan. Menga juda ham yoqgan qanaqadir yo'nalish bo'lgan. U taklif o'tganman. Bu prosta menga tramplin bo'lib bergan. Ya'ni o'zim bormasdan, ularni ham o'tda yillik necha yillik mehnatiga men shunda issig'iga qo'ya qolganman desam ham bo'ladi, lekin yaxshi ma'noda. Ya'ni tramplin bo'lib bergan. O'sha tramplinning orqasida men o'sha keladigan omadga tayyor bo'lib turishga harakat qilganim yotadi deb o'ylayman. Omad kerak narsa. Lekin kelib qolganda siz tayyor bo'lmasangiz. Omadga tayyor bo'lish. Mana shuning uchun uzoq muddatda har doim tayyorlanib, qilib borish kerak. O'sha savob bo'lsa chiqish uchun. Buni men Alisher aka saytdan o'rganganman. O'zimni olib kelgan narsa omadga tayyor bo'lish degan bitta hech qanaqa formula degan ma'nosida berilganlar. Ya'ni ko'proq insonlarda oldin o'sha kun sodir bo'lsin, keyin men harakat qilaman degan tushuncha bor. Oldin rahbarim menga yaxshi oylik bersin, keyin men ishlayman. Oldin zo'r biznes ideya chiqsa, hech qanaqa riski yo'q, xavotirsiz keyin men pul tikaman. Oldin nimadir menga berilsin, keyin men harakat qilaman degan tushuncha bor. Lekin bu o'sha omad kelganda siz uni yo ko'rmaysiz, yo tayyor bo'lmaysiz. Yoki boshqa tayyor bo'lgan olib ketib qoladi. Olib ketadi. Masalan, siz kerakli odam bilan uchrashib qolasiz-ku, u bilan suhbatlashishga suhbatingiz yo'q. Zo'r tanishlik bor-ku, sizga sherik bo'ladigan taklif beradigan sizda ideya yo'q. Yoki ideya ham odam ham bor-ku, o'rganmaganingiz, tajriba yo'ligi uchun siz hammasini barbod qildingiz. Ya'ni omadga tayyor bo'lmaslik. Men harakat qildim o'sha omad kelguncha tayyor bo'lib turishga. Mana o'sha muddat bizda hozir bundoq hisob qilsangiz 6 yil atrofida vaqt bo'lyapti, 5 yil. Orada o'zgarish nuqtalari bilan ketgan. O'shaning uchun o'sha boshli savolga kelgan bo'lsak, boshlamoqchi bo'lgan odam bu yerda qanaqa? Men hozir yurishga chiqaman, kitob o'qiyman, endi o'zgarib ketadi degan fikri bo'lish kerak emas. Bu narsani muntazam olib ketish kerak. Va o'sha muntazam olib ketish jarayonida o'zi ham o'zini taqdim qilish kerak. Ko'rsatib bera olishi bilish kerak. Ya'ni o'rganayotgan bilimlarini, bor yaxshi narsasini ozgina taqdim qila bilishi. O'zi shaxsiy rivojlanish deb turib biz shuncha aytamiz, shaxsiy rivojlanib borish kerak-da. O'zini taqdimoti, ya'ni keng qamrovliroq narsa. O'zini taqdimoti kuchayish kerak. Keyin o'sha yangi davrlarga borib qo'pol ketgan tiqilish kerak. O'shga tiqilish kerak, u yerda yangi odamlar bilan tanishish kerak. Ular bilan masalan mana shu ham bitta kichkina blog yoki foydali narsa bo'lishi mumkin. Mana network deymiz-ku. Juda ko'p community bor, juda ko'p shu network klublar boshqalar bor. Men juda ko'p insonlar 90% desam ham bo'ladi. Menimcha borib indamasdan o'tirib eshitib qaytib ketishadi. Kommunikatsiya yo'q umuman. Siz o'sha o'zingiz ishlab boshlab qo'yasizmi? Ya'ni bu bachkana bo'lib qolmagan holatda, lekin yangi joyga, yangi insonlarga ozgina qo'shilishga, o'zingizdan sal yuqori turgan insonlarga ozgina borib qiymat berishga, o'zingiz biringiz bilan suhbatlashishga, hech bo'lmasa ularni sal ob-havosini olishga harakat qilish kerak. O'shanda sal bo'lsa ham sizga yangi havo kiradi. Hayotingizga keyin qanaqadir o'zgarish sodir bo'ladi. O'sha o'zgarish nuqtasida o'zingizda ham ozgincha tavakkal qilish qobiliyati bo'lishi kerak, ozgina qo'rqmaslik bo'lishi kerak. O'sha ba'zi qilayotgan shaxsiy rivojlanishni ozgina hayotga ko'chirish etapida ham ozgina o'zingizda nima deydi, ishtiyoq, harakat, qo'rqmaslik shunaqa narsalar bo'lishi kerak-da. Keyin sekin bo'ladi. Margulani ham Kaizen klubi bor. Siz o'shaning shiori odam imkoniyatli odamlar orqali keladi degan butun boshli klub, milliarderlarning klubi. Nima shior topaylik deganda mana shuni qo'yishganda, aynan. Odamlar orqali keladi imkoniyatlar. Mana shu ochiq bo'lish kerak. Men buni Bodo Sheferdan eshitgan bo'lganman. Ancha yoshligimda bitta shu kitobchasi. Yo'q, kitob emas ekan, videosida ko'rgan ekanman. O'sha qanaqa qo'limga tushib qolgan video men hozir eslolmayman. Videosida ko'rganman. 2009dan oldin sizda ko'rganman. O'sha Bodo Sheferda shunaqa gap bo'lganki, odamlarga san ochiq bo'l, chunki imkoniyat odamlar orqali keladi. Bu ham haqiqatga yaqin gap, chunki bizga berilayotgan o'sha yaxshi imkoniyat ham osmondan tushmaydi. Osmondan tushgan vaqtlar ham bo'lganku, taraflarda biz u odamlarga kiramiz deb o'ylamayman. Gaplar biz unaqa odamlarga kiramiz deb o'ylamayman. Ancha oddiy odamlarga kiramiz. O'shaning uchun biz mana shu formula yaxshi ishlaydi deb o'ylayman. Mana qancha ochiqroq, kommunikatsiyalar bo'lsa, shuncha imkoniyat ko'payadi. Ko'plarcha hozir esimga tushib qoldi.
shaxsiy rivojlanishni boshlayman deydi, lekin boshlashdan oldin o'zini qidirishga kirib ketib qoladi. To'g'ri, oliy maqsadi, qayerga boraman, qaysi yo'nalish deydi-da, mana shu joyda ko'p qolib ketadi. Mana shu etapida. Ya'ni qadamini bosmaydi-da unga. Yo'q, hozir mana 5-6 yillikni xulosa qiladigan bo'lsa, to'g'ri, o'ylash kerak. No, yurganda yo'l-yo'lakay nimadirlar chiqaverar ekan-da unga. O'sha qanaqadir maqsad yoki oliy maqsad deganda bularcha internetda ko'p gapirilganligi ozgina siqasi chiqib ketib qoldi-da. O'zi muhim gaplar lekin aslida. Muhim gaplar. Ko'pchilik o'sha hayotida o'zini qanaqadir maqsadini topib qolmaganligi uchun ham shu. Masalan, bu bo'yicha o'zi kartina yaratib olish kerak inson. Kimdir aytadi, oliy maqsad nima siz hozir ko'chaga chiqib 99 odam Alloh taoloning roziligi deydi. Qanaqa qilmoqchisan degan savolga javob yo'q. O'sha qanaqa qilmoqchisan degan savolga javob yo'qligi uchun harakat modeli shakllantirilmagan. Ya'ni bir musulmon inson sifatida o'zining ibodati bordir, boshqasi bordir. Bu lekin hammaga bir xil yo'yilgan narsa. Shaxsan uni nimadir maqsadi bo'lishi kerak. Oliy maqsadiga olib boradigan nimadir maqsadi yo'lida bo'lishi kerak bu odam. O'sha yo'lda masalan u kasbi bilanmi, bilimi bilanmi, kontenti bilanmi, farqi yo'q. O'qitish bilanmi, o'z bajarish bilanmi, nimadir bilan shug'ullanayotgan bo'lishi kerak. Mana shu meni maqsadim, mana shu nima bu dunyoda halol, mukammal, chiroyli oxiriga yetkazishga harakat qilaman. Shu yo'l bilan men oliy maqsadimga yetaman degan ozgina bo'lsa ham formula qo'yilsa, bu odamda boyagi shu o'zini qidirish, yo'ldan ozish, charchash, uxlab qolish yoki kasbimni sevmayapman deganga o'xshagan narsalar paydo bo'lmaydi deb o'ylayman men shaxsan. Chunki men bu narsani o'zim atrofimda biz o'sha mana xayriya yo'nalishimizda juda ko'p insonlar bilan tanishganmiz. O'sha tanishgan insonlarimning hayotida ko'rganmanki, ular mana shu formulani to'g'ri tushunib olgandan keyin, menda formula bor. Men mana qanaqa ish qilaman. Mana shu ishni men ushlasam oxiriga boraman. Oxirida shundan umid qilamanki, ya'ni oliy maqsadim, ya'ni maqsadim orqali yetib boradigan oliy maqsadim bo'lsa kerak. Ya'ni bu aniq bo'ladi. O'sha umid sizni to'xtamasdan ishlashga majbur qiladi. Yetib kelgan maqsadga desa sizni anaqa paydo bo'lib qoladi, degan narsa paydo bo'lib qoladi. O'sha tushib olgan insonlarda men to'xtovsiz harakatni ko'raman. To'xtovsiz harakatda charchamaslikni, energiyani, bitmas degan emas, energiyani. O'z energiyani maqsadga qarab kelayotganda. Xuddi shunday. O'shani ko'raman. O'sha yo'lini topa olmayotgan yoki bo'lmasa boshlarimga o'xshamayapti yoki charchab qoldim yoki unga menga o'tib keta olmayman degan insonlarga men yechim sifatida mana shu narsani ko'rsata olayman. Juda ko'p ustozlardan bu narsani eshitganman. Balki hali boshqa yo'l ham topilmagan degan fikrdayman. Mana demak, oliy maqsad plus-minus ko'plar biladi, o'sha rozilikka yetishish shunaqa bo'lsa, demak bunga qay yo'l bilan erishaman degan narsani odam o'ziga topib olish kerak. Birinchi anaqa shu. Endi buni topish uchun nima qilish kerak? Muhim joy. Yana orqaga qaytadigan yo'lga. Endi bu ham men qarashim, balki kimlargadir to'g'ri kelar, to'g'ri kelmas. Masalan, menga savol sifatida yozilgan holatlarda ko'p bo'ladi shunaqa narsalar. 17 yosh, 18 yosh yigit. 20 yosh yigit. Endi qayerda ishlaydi, xodim sifatida boshlagan, o'quvchi ba'zan. Bu etapda men aytamanki, bu narsaga chuqurlashish kerak emas. Bu odamning oldida hozir qadam bosishi mumkin bo'lgan qaysidir yo'li bor. Talaba bo'lsa, o'tirib uy vazifasini ochish kerak. O'sha bugungi uy vazifasini. Ishlayotgan odam bo'lsa, juda chuqurlashmasdan o'sha ishxonasiga borib, o'sha ishxonani obod qilish yo'lida. O'zini vazifasidan tashqari yana o'sha ishxonaga rostdan ham yaxshi bo'ladigan nimadirlar qilishni o'ylash kerak. Bekorchi bo'lsa, qayerga ishga borish kerak. Uyda o'tirgan bo'lsa, o'sha uydagi musorlarni to'kib kelib, uy parakka qilib qo'yish kerak. Ya'niki, hozir oldida qaysidir bosib o'tiradigan qadamlar turibdimi? Qo'rqmasdan o'shani bajarish kerak. O'zi shuni bajarganda 1, 2, 3 ta nimadir ochiladi insonning oldida. Xuddi boyga kimdir unga taklif beradimi, qayerdan ish chiqadimi, lavozimida oshirish bo'ladimi? Lekin qidirib yurgan bo'lish kerak. Ya'ni to'xtovsiz ravishda harakatda bo'lish kerak-da. O'sha harakatini qilsa, ishxonasi, rahbarlar, boshqasi o'sha bitta qanaqadir yo'l ochiladi, bu unga o'zi ko'rinadi narsa. Lekin inson hech narsa qilmasdan qidirib bo'lmaydi, ya'ni. Uyda o'tirib, yotib, o'ylab qidirish bu qidirish emas, bu dangasalikni oqlash bu. O'sha amalda bo'lish kerak bo'ladi. Mayli boshqa ishga o'tib qoladi, mayli boshqa yo'nalish paydo bo'ladi. Bu unaqa qo'rqinchli narsa emas. Lekin hech narsa qilmayotgan odamda yo'l ham ochilmaydi, taklif ham kelmaydi, uni dangasa deb baholanadi. Hatto bu
oqlashga o'xshagan narsa qiladi. Dangasani oqlash. Psixolog bilan gaplashyapti. Bilasizlarmi, men odamda har qanaqalarni o'ylab yuraveradi deyapti. Tog' uchida narsalarni oyog'ini tegdi ishi qilmasligi bu bahonada, xuddi muhim ishlar bilan, muhim fikrlar bilan zayd bo'lib yuribdi. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, ishni xonangni yig'ishtirishdan boshla. O'sha gap ham hazil, ham to'g'ridan-to'g'ri haqiqatchi. Xonani yig'ishtirish, uy parakka qilish, keyin ish, keyin ko'cha sekin-sekin ketasiz, dunyoga borasiz. Shunaqa qilib, birdan dunyoni o'zgartiraman desiz, xona bardak bo'layotgan bo'lsa, o'xshamaydi. Shunaqa. Hop, sekin anaqaga ham yaqinlashdim. Tadbirkorligi o'tdingiz. Qalay ekan? Hop. Qanchalik yoqdi? Nima yengani, qirralar ochildi. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Va yoqdimi bu yo'nalish sizga? O'zingiz ko'ryapsizmi bu yoqda? Ha, u aniq. U menga yoqdi, menga mos tushdi. Bu yerda biz ancha o'qidik. Sheriklarim, o'zim O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan hamma ustozlarda o'qib chiqdik. Yana undan tashqari qanday internet kursida, undan tashqari kitoblar va iloji boricha hozir qo'ldan kelgancha o'sha zamonaviy bilimga asoslangan rus tilida осознанный deymiz, anglab qaror qabul qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun ishimizda ancha xudoga shukr stress kam. Bosim bor baribir, ya'ni biz tezlashishga yana qilishga harakat qilamiz. Juda keng qamrovli, bir vaqt o'zida mahsulot haqida, marketing haqida, HR haqida, yangi loyihalar haqida, eski yurib turgan loyihalar haqida bir vaqt o'zida o'ylash kerak, bir vaqt o'zida hammasi birdan kelib qoladi, bosim bor. Lekin qiyinmi desa, o'rganayotgan odam uchun tabiiyki qiyin, yangi jarayonni o'tayotgan odam uchun qiyin. Lekin mana shu qiyinchilikning o'zini ham qanaqadir jozibasi bor, qanaqadir o'zini shuni yashab o'tishingiz qiziq va o'sha boyagi natijada yaxshi narsani ko'rib turganimiz uchun, o'sha natija asta-sekin bo'layotganligi uchun ham to'xtagimiz kelmaydi. Hozir Prezident biznes giftsida sizlar katta tashkilotlar uchun yo kompaniyalar uchun biznes podarkalar tayyorlab berasizlar. Bu tayyor narsalar bo'ladimi yoki individualni ham tayyorlab berasizlar kompaniyalarga? U yoqda o'zi bizda masalan kategoriyalar bor. Mana qo'l soatlar ishlab chiqaramiz. Yuqori sifatda teri mahsulotlar ishlab chiqaramiz. O'sha sumka, travel bag, shunaqa kashilok narsalar. Metal mahsulotlar bor, shunaqa yoqazina cho'klar, medal, orden shunaqa narsalar. Keyin korporativ setlar deymiz, ko'proq o'sha biznes podarka deganda bozorda shu narsa tushuniladi. O'sha daftar, ruchka, yana yonida fleshka, yana ham yaxshiroqlarda teri mahsulotlari, suvenirlar, lekin korporativ setlar va alohida suvenirlar, ya'ni o'sha mamlakatga moslangan metaldan, mramordan kombinatsiya qilingan suvenirlar, yog'ochli shunaqa narsalar 5 ta yo'nalish qilinadi. Ularni bir qismi borki, siz o'sha sovg'a sifatida, hadya sifatida har kuni borib ola olasiz. Ya'ni O'zbekistondagi magazinimizdan, Tojikistondagi magazinimizdan, Ozarbayjondagi magazinimizdan har bir suvenir, har bir mahsulot davlatga ixtisoslashtirib chiqaramiz biz. Davlat, o'zini davlatiga, ya'ni o'zini ramzi, o'zini gerbi, o'zini qanaqadir tarixiy elementlari, qanaqadir ham shunda boshqaga qaraganda. Xuddi shunaqa. Har xil tarixiy, masalan, ornamentlarni ishlatamiz. O'zbekistonnikini, madrasalar, Registon degan narsalar. Tojikistonning binolari, Tojikistonning tarixiy obyektlari. Ozarbayjonda xuddi shunaqa, ya'ni biz vaqt sarflaymiz bu narsani o'rganishga. Eski tarixini, ancha chuqur o'rganar ekansizlar. Yaqin tarixini ba'zan o'zidan yaxshi bilib qolgan vaqtlarimiz ham bo'ladi. Qaysidir o'sha mashhur naqshlarni, ornamentlarini o'sha hamma bilgan suvenir mahsulotlarga biz alohida qilib o'shalarni yondoshib tushirishga harakat qilamiz. O'sha tushirgan narsalarimiz ko'proq o'sha ularni milliy ruhiga qanaqadir sovg'a sifatida berganda ham qadrli mamlakat nomidan, millat nomidan bo'lgan narsalar paydo bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq o'sha premium bozorda bizaniki narxlarimizdan sifati ham, ya'ni kundalik kelib turib siz bitta, ikkita, 5 ta hadiya uchun oladigan narsalaringiz ham bor. Bundan tashqari boya aytganingizdek, xususiy sektorda ham, davlat sektorida ham o'sha korporativ to'plamlari bilan o'sha shartnoma yo'nalishi ham bor. Shunaqa. Hozir mana Tojikistonda filiallar bor. 1 yildan oshib qolish shekilli, adashmasam, u yoqda ish boshlaganligiga. Mana tushunishim bo'yicha O'zbekistonda bu kompaniya bor edi. Endi siz bilan xorijlarga chiqishni boshladi. Xuddi shunaqa. 24-yilda Tojikistonga chiqqanmiz. Bu yerda bevosita o'zim rahbar bo'lganman, o'sha yerda bo'lganman, loyihani o'sha noldan ishga tushirganman. Endi o'zim deganda orqada katta komanda bor. O'zim o'sha menejmenti bilan shug'ullanganman.
Alhamdulillah, xudo shukr muvaffaqiyatli kirdik deb o'ylaymiz. Bozorga joy, lokatsiya topish, komanda to'plash, o'tda ideyasi, mahsulotlar, boshqa narsalar. Ham o'sha bizda 4 ta sheriymiz. Sheriylar bo'lib olib turib ko'p bajaramiz. Kimdir Toshkentda qarab turadi, kimdir yangi mahsulotlar bilan shug'ullanadi, kimdir moliya mashq qilib, kimdir u yoqda yuradi. O'sha u yoqda yuruvchi men bo'laman ko'pincha. Shunaqa qilib yo'lga qo'ydik. U yoqda Dushanbe shahrida, shahar markazida haligi O'zbekistonning bir tadbirkorlar yuzi yorug' bo'ladigan qilib zapust qilganmiz. O'tda yurib ketdi. 24-yilni boshida boshlaganmiz. 24 muvaffaqiyatli o'tkazgan. Ana bitta relsga qo'yib yuborishga sababchi bo'ldik, xudoga shukr. Keyin men u yoqga shu o'zimiz shogirdlarni tasdiq qo'yib chiqib ketganman. Hozir mana 25 tugatyapti. Alhamdulillah yaxshi yuryapti. Keyin уже mana 25 boshrog'ida Ozarbayjonni. Bizda endi tanlov bo'lgan. Biz Saudiyani ko'rdik. Dubayni ko'rdik. Men o'zim bevosita borib bozorlarni o'rganib kelganman. Yana ya'ni ko'z ostimizga olib qo'ygan boshqa mamlakatlar ham bor edi. Lekin taqdir shu Ozarbayjonga olib qoldi, Bakuga. Bakuda mana yarim yil oldin taxminan o'sha loyiha boshlangan, joy tanlash uchun kirishganmiz. O'tda biz tarixchilar bilan bog'lanamiz. Asosan ishli tarixchilar bilan ham bo'lsa. Ha, o'rganayotgan narsalarimiz to'g'rimi? Mashina narsani oldingi planga chiqarsak to'g'rimi? Ba'zi tarixiy elementlar bo'lishi mumkin. Siz bilmaysiz, lekin siyosiy u oqlanmagan bo'lishi mumkin. O'sha narsani qo'yib qo'ymayapmizmi? Masalan, qanaqadir irqlar bilan bog'liq, kimdir yaxshi ko'rib, kimdir yaxshi ko'rmagan qahramonlar bo'lishi mumkin. O'shalarni qo'llab qo'ymayapmizmi degan savollarni beramiz. Yaqin tarixdagi qanaqadir g'alabalarni, qanaqadir o'sha mamlakatda o'zini taqdimotlari bo'ladi. Masalan, yangi bir bino, yangi bir park, yangi bir qanaqadir ornament, yangi bir minora, shunaqa narsalarni kuzatamiz. O'sha ham xalq sevgan, ham davlat rag'batlantirgan, haligi televizorlarda ham ko'proq ko'rsatilgan narsalar bo'ladi-yu. O'sha qadrli narsalar baribir hammaga qadrli bo'lib ketgan bo'ladi. O'shalarni o'rganib chiqamiz. Keyin mana Ozarbayjonni ham yo'lga qo'yib yubordik. O'tda ham muvaffaqiyatli kirdik bozorga deb o'ylayman. Xudo xolasa. Bu narsa bunday olib qarasa, ko'proq odamlarning vatanparvarligini ham oshirishga sabab bo'ladi. Xuddi shunaqa. Chunki o'sha bizning soatlarimiz gerb bilan bo'ladi, mamlakatlarimiz bilan bo'ladi. Ko'p narsalarimizda o'sha tarixiy qahramonlar, misol uchun bizning Registon soatimiz bor. Ya'ni soat ichiga Registon modeli zo'r tushirilgan. Amir Temur modelimiz bor. Ya'ni soat ichiga o'sha Amir Temur modeli siymosi zo'r tushirilgan. Tojikistonda biz xuddi o'sha narsani Ismoil Somoniy bilan qilganmiz. Soat Ismoil Somoniy soati juda yaxshi ko'rishadi. To'g'ri, u masalan uchun qanaqadir ma'noda hadiyada yaxshiroq yoki klubning soat deyiladi. Kunda taqib yurmaysiz, lekin siz u narsani sizga yo'q hadya qilishgan yoki o'zingiz olganda, qo'lga olganda boshqacha ruh boshqacha ruh beradigan, ham o'sha boshqacha ruh beradigan lyuks sifatida. Uni maza qilib olasiz. O'rtacha kundaliklarda o'sha masalan gerbli, ramzli soatlarimiz, masalan O'zbekistonda UZB soatlar deymiz, eng trend bo'lgan soatlarimiz, uni juda ko'p kopiya qilishga harakat qilishgan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Juda ko'p kopiya qilishga harakat qilishgan. Endi bozor hamma o'zi qilaveradi xohlagan narsasini, lekin bizda baribir sifatiga hali yetib kelmadi. Hech kim menimcha qo'rqmasdan ayta olaman. Masalan, Yaponiya mexanizmlari, Shveysariya mexanizmlarini ishlatamiz. Hozir 100% made in Shveysariya soat qilishga harakat qilyapmiz, hamkorlik boshlaganmiz. O'sha narsalar baribir insonlarni o'ziga jozibasini tortadi va uni ichida siz o'zingizni milliy narsalaringizni ko'rib tursiz. Masalan, o'sha sherdori ramzlarini biz 2-3 xil variantda zo'r qilganmiz O'zbekistonda. Tojikistonda o'sha istiqloliyat va ozodlik deyshadi. Mustaqillik va ozodlik bog'i bor. O'ta katta bashna bor. O'sha mustaqillik va ozodlik bashnasi deb turib, Tojikistonni mustaqilligini hozir nechinchi yilligiga bag'ishlab qurilgan o'sha bashnani biz stellasini qilganmiz, ishlaganmiz. O'sha stella unaqa mahsulot topa olmaysiz. Shahar markazida ko'rk to'kib turgan katta minora, davlat loyihasiga qurilgan, park o'zi nomi bor, chiroyli, odamlar borsa sayrgoh. O'zini yurtidagi insonlar uchun ham, yurt tashqarisidan kelgan mehmonlar uchun ham qadrli joyda. Qadrli. Hozir endi bitta faxrlanadigan joy, mana yaqinda Tojikistonda shos bo'ldi. Ko'pincha bunaqa narsalarni o'zi sir tutishadi, bilmayman hozir endi aytolmayman. Shosda 10 ta prezidentga o'sha bizani stellamizda 10 ta sovg'a qilingan. Masalan, o'sha prezident biznes gift degan nomga oqlashga harakat qilyapmiz. Bilmadim, bu joyni qo'yish kerakmi, qo'yish kerak emasmi? Menimcha, ya'ni hammasi rasmiy, hammasi ochiq narsa. Qanaqadir
xavfli narsa ham yo'q bo'lsa kerak. Va sovg'a bu. Chiroyli. Haqiqatan mazax olgan bo'lsa kerak o'sha joyda. Juda. Undan boshqa unaqa keyslarimiz ham ko'p. Ko'pini baribir biz ochiq aytishga saranaq qilamiz. Unaqa keyslar ko'p lekin. Shunaqa. Nega Ozarbayjon masalan? Turkiya bo'lgani uchunmi bizga yaqinroq? Yoki o'tda ko'p faktorlar bor. Anaqa bo'lgan. Ozarbayjonda ko'pchilik shunaqa savol beradi. Qanaqa o'tga borib qoldinglar deb. Tojikiston ham o'zimda shablon bo'yicha atrof aylanish kerak-ku. Xuddi shunaqa. Tojikistonda bizda o'sha sheriklarimiz bittasi Baxtiyor ekan o'zi anaqa qilib yurgan bo'lganlar haligi. Ko'z tashab yurgan bo'lganlar. U bilan sizlar sotib o'rganib yurgan bo'lganlar. O'tda bizning tanishlarimiz bo'lganligi uchun bizga birinchi etapda yaxshi anaqa bo'lib berdi. Tajriba bo'lib berdi. Bizda o'zi Dubay edi. Dubayga chiqamiz degan masala. Bozori kattaroqcha bu yoqda. Juda katta. Juda katta. Keyin o'sha o'rganishga borganmiz. Men o'zim bevosita borganman ishxonada bitta ukalar bilan. U yerda o'sha bir haftacha vaqt bizga o'xshagan korxonalar, suvenir magazinlar, korporativ to'plamlar, ishxonalari borib o'rganganmiz. Bevosita kirib, balki savollar berib, 50 ta olmoqchi deb nechli bo'ladi, shunga o'xshagan narsalar qilib, internetdan topib tayinlanib boramiz, borganda ko'p vaqt ketkazmaslik uchun. Ko'rganmiz, bozor juda katta, potensial juda katta, pul juda ko'p. Shu bilan birga konkurensiya ham katta. Orqaga qaytgandan keyin balki sal osonroq bo'lgan mamlakatdan o'tib olamizmi degan fikr bo'lgan. U orada o'sha Saudiya bor edi, ya'ni Saudiyaga o'rganishga borganmiz. Saudiyada ham bir hafta 10 kuncha vaqt, o'sha bozorlari, mahsulotlari boshqasi o'tda ham hozir bizga potensial borga o'xshab ko'rinadi. Saudiyani yalpi ichki mahsuloti, Amirlikni yaxshi yalpi ichki mahsuloti, Dubayniki, Riyodniki solishtirganmiz. U yana ham jozibadorroq bizga ko'ringan. Lekin orada Ozarbayjon taklifini biz bilan bir xil bitta shug'ullanadigan korxona bizning do'stlarimizga nimaga Ozarbayjonga bormaysan, o'tda zo'r degan ideyani berib qo'ygan, g'oyani. Keyin orada bizda bo'sh vaqt bo'lib qoldi, 4 talamiz sherik bir bor o'rganib keldik-chi bo'lmasam dedik. Bordik. Borsak, boyiga juda ham issiq kutib olishni ko'ryapmiz. Bozorni o'rganyapmiz, boyidagi tayinlanib internetlardan lokatsiyalarini boshqasini topib boramiz biz har doim. O'sha korporativ sovg'alarni, suvenirlarni, qimmat suvenirlarni ko'ryapmiz. Yaxshi narsalar ham bor, biz ulardan yaxshi qila oladigan joylarimiz ham ko'p. Ancha bizda ishonch paydo bo'ldi. Va o'sha joy o'zida juda ham ko'p biz bilan haligi tanish bo'lishi mumkin bo'lgan, shunaqa insonlar bilan tanishib qolganmiz. Bizda o'tda elchixona juda katta bizga yordam berishgan, hamma tomonlama moddiy, ma'naviy podдержка. Deb o'sha vaqtda biz aeroportda qaytayotganimizda Tojikistonda prezident Ozarbayjonda prezident administratsiyasida ishlaydigan bitta insonni ko'rib qolganmiz. Biz uni tanimaymiz, lekin elchixonadagi akalar tanigan bo'lishgan. Mana shu odam sovg'alar bilan shug'ullanadi administratsiyada deyishgan, tanishtirib qo'yishgan. U odam bilan tanishganimizdan keyin birga kelganmiz. U odamni O'zbekistondagi showroomimizni taklif qilganmiz. U odam ancha yaxshi taassurotda bo'lgan. U ham qilsanglar yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi degan yana bir motivatsiyani bergan. Ya'ni o'zimizga ham yoqqan sizlar narsalarga qiziq ekan deb juda ochiq anaqa bergan. Undan tashqari u yoqqa borganimizda bir tadbirkorlar bilan tanishganmiz. Men o'zim bevosita internetda tanishib, begona odamlar bilan bir borganda yordam beradigan inson kerak deb 5-6 odam bilan gaplashib, bittasi bilan yaxshi aloqa bo'lib borganimizda ular bizga yaxshi yordam bergan. Va juda yo'limiz ochilganini ko'rdikda, qanaqadir bir Xudo imkoniyat beryapti. Hamma narsa o'xshayapti. Yengillikda, yengil ketyapti hamma narsa. Men shu yerda qilishimiz kerak degan 4 talamiz qaror qabul qilganmiz. Shu bilan bo'pti deb ketib qoldik Ozarbayjonga. Pul jihatdan ham masalan Ozarbayjonda ancha yuqori turadi, masalan puli ham qimmat, shaxs boy, o'tda u jihati ham ya'ni qimmat suvenirlar bozorda eslanadigan narsalar ham ko'proq u yerda olib qarasa. Bor, ya'ni qidirib topasiz. O'sha boydagi qaysidir narsa esdan chiqib ketgan tarix, qaysidir tarix uncha qadrlanmaydi, qaysidir tarix masalan boyga olov bilan Zardushtiylik shunaqa bilan bog'liq narsalarni biz uncha tanlamaymiz. Qaysidirlari bizga mos tushadigan narsalar ko'p edi. O'shalardan kelib chiqqan oldi mahsulotlar qilishga harakat qildik. Yoqdi. O'sha bozorda hozir mana 1 oy ishlayapmiz, sotuv bor. Juda ham yoqdi odamlar, yaxshi qabul qilishdi. Shunaqa Ozarbayjon bo'lib qoldi ana. Nima deydi? Tasodifan. Lekin tasodiflar tasodifan bo'lmaydi. Tasodif emasdir deydi. Lekin shunaqa. Afsonaga biznes yo'nalishlarini ham gaplashdik. Boyga shaxsiy rivojlanishi, ya'ni davom ettiradigan bo'lsak,
mana ko'plar biladi, kitob o'qisa yaxshi bo'lishini, yugurishga chiqsa sog'lomroq bo'lishini, yoki dietasiga e'tibor bersa sog'lig'i yaxshi bo'lishini va hokazo. Lekin nima to'sadi odamlarni? Yoki bir boshlamaydi, yo boshlaydi, yarim yo'ldan qaytib ketadi. Odatda nima emas. Siz menimcha sizga eng ko'p tushadigan savollar ham mana shu. Bu yerda o'sha qadrli maqsadga yetishmaslik. Kimdirga havas qilib qo'ygan, balki o'sha qaysidir yo'lga tushishni sizda boyagi orqadan sizni tinmay motivatsiya berib turadigan, tinmay sizni ruhlantirib turadigan, tinmay sizni oldinga yurg'izib turadigan qanday maqsad bo'lishi kerak. O'sha maqsadga yetishmasligi, masalan, siz ertadan turib yurmoqchisiz, bir qiziqdingiz, boshladingiz ham. Ozgina hammaga og'ridi ilmingga. Shu bilan unitasiga masalan uyg'onganingizda sovuq, chiqish emasmi deganda sizda aniq javob bo'lmasa, qilmaysiz. Sizni javobingiz mana pastelli javobidan kuchliroq bo'lmasa chiqmaysiz. Kuchli chiqadi. Sizda aniq sabab bo'lishi kerak. O'zi qolgan narsalar ham shu, masalan, ta'minot haqida gaplashiladi ko'p. Hozirgi paytda bu aktual narsa, omillari bor. Endi siz vaqtingizni tartibga solmoqchisiz. O'zi shundoq ham qiyin hayotingizni yana ham qiyinlashtirib, tartibga solib, uni yozib o'tirish. Nima qilasan deydi. Unga aniq sababingiz bo'lmasa, qilmaysiz. Birinchi aniq sabab bo'lishi kerak. O'sha aniq sababingiz paydo bo'lsa, u sizga ozgina bo'lsa ham o'sha o'zingizni yengib o'tishingizga yoki hozir aytganingizdek nafsingizni yengib o'tishingizga qanaqadir yordam beradi. Bu aniq sabab nima? Shuni qilmasam bo'lmaydi degan narsa bo'lishi kerakmi shunda? Nima deymiz? Identity deymiz. Inson o'zini tanish kerak deb hisoblayman. Uni ham o'zini o'sha savollari bor, masalan, men kimman? Dunyo nima? Atrofdagi odamlar kim? Shu dasturimizda o'tgansiz, balki sizda bordir yo'qdir. Hayotiy maqsadim nima degan o'z savollar bo'ladi. O'sha savollarga siz bu bir martada o'xshamasligi mumkin. Umuman tushunmasligingiz mumkin nima deyotganingizni, yozib yozib o'ylaganingizda sizda qanaqadir identity paydo bo'lgan. Men hayotga kelganimda maqsadim bu. Atrofdagi insonlar men uchun shu. Meni hayotiy yo'lim bu degan maqsad paydo bo'ladi. O'sha maqsad sizni o'sha oliy maqsadga olib boradigan yo'l bo'ladi. O'shanda sizda har kuni nimadir qilishga sabab bo'ladi. Faqat men o'ylayman, bo'rtirib olish kerak emas. Biz insonmiz. Xato bo'lishi mumkin. Xato qilib qo'yasiz. Qolib ketishingiz mumkin. To'xtab qolishingiz mumkin. Kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Charchab qolishingiz mumkin. Asosiysi davom ettirib keta bilish. Kelgan joydan davom ettirib keta bilish. O'sha intizom deymiz hozir ko'p shu haqida gapiryapti. Boyagi intizom, motivatsiya degan narsalar bo'ladi. Mana shu men aytib ketish kerak deb o'ylayman. Azina shu kontent sifatida bo'rtirib berilgan narsalar bor. Boyagi motivatsiyani tanqid qilish, intizomli bo'lish kerak deb intizomni juda bo'rtirib olish. Bitta shunaqa qiziq narsa bor. Motivatsiya bu vaqtinchalik, motivatsiya paydo bo'ladi, yo'q bo'ladi. Intizom doimiy deb podkastda gapirayotgan odam intizomli bo'lishga motivatsiya beryapti aslida. To'g'rimi? O'shanga bu mantiqsiz gap bo'ladi. Ya'ni ikkalasi o'z o'rnida kerak bo'ladi. O'zi motivatsiya nima o'zi masalan? Motiv bir narsaga sizda motiv paydo bo'lishi, sabab paydo bo'lishi, qiziqish paydo bo'ladi. To'g'rimi? O'sha nima o'sha? Sabab nima? O'sha qiziqish nima? O'shani ortida kuchli sabab yotishi kerak, kuchli motiv yotishi kerak. O'sha kuchli motiv sizda intizomli qilib bera oladi. Intizomingizdan turg'izadi ertalar. Endi intizom nima desangiz, meni o'zimni ta'rifim bor intizomga. Kelgan joydan davom ettirish deyman. Masalan, siz bitta narsani boshlaysiz, bu biznes bo'lishi mumkin, ish bo'lishi mumkin, o'qish bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Bitta narsani boshlaysiz, to'xtab qoladi. Yana qaytib boshlaysiz, to'xtab qoladi. Yana qaytib boshlaysiz, ozgina o'xshaydi. Keyin umuman to'xtab boshqa narsaga o'tib ketasiz. Keyin yana eslaysiz, yana boshlaysiz. Sal keyin natijasi ko'rinadi, nimadir ko'rinadi, o'sha paytda sizga yoqadi. Yana davom ettirasiz. Bundoq qarasangiz, siz o'sha ertalab turib sovuq dush qilishni 1 yil amalga o'tgan bo'lasiz. To'g'ri, mana mashinasi intizom deyiladi. Ya'ni u mumkin emas inson bugun uxlab ertadan turib intizomli bo'lib qolib, mukammal bajarib ketishi. 65 kun. O'sha kichik odatlar, boshqa narsalarni kelgan joydan davom ettira bilish. Lekin sizga uning uchun aniq motiv kerak har doim. Ertalab turib olasiz, motiv kerak, sabab kerak. Siz u narsani nima uchun bajarayotganingizni, ya'ni hozir bugun turib yugursangiz, ertaga siz biznesingizda yurib ketish degan u motiv bo'la olmaydi. Yakuniy sabab kerak. Masalan, men aytamanki,
mani oliy maqsadimga olib boradigan yo'li bor. U yo'lda menga resurs kerak. Resurs uchun men ishlashim kerak. Ishlash uchun mani aqlan, jismonan sog'lom bo'lishim kerak deyman. Menda aniq motiv bor ertalab turganda buni qilishimga. Men bir oy qilmasam o'zi hansirab qolaman. 2 oy noto'g'ri ovqatlansam ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Yarim yil o'qimasam menda tafakkurimda, bilimimda rivojlanish bo'lmaydi. Meni qo'l muskuli ishlaganda miya muskuli ham ishlash kerak-ku. Miya muskuli ishlamay qoladi. Men qabul qilayotgan qarorlarimni sifati pasayadi. Masalan, boyagi omadga tayyor bo'lish dedik-ku. Men bilaman, hozir bizning umumiy hamma loyihalarimiz, jamoalarimiz qo'shsa 100 tadan odam ko'p chiqadi. Lekin 800 ta, 1000 ta, 10 mingta komandasida odam bor, insonlar bor. U vaqtga yetganda sizni sog'lig'ingiz, stress holatingiz o'zini joyida bo'lmasa portlab ketasiz, yonib ketasiz. Men oldin u vaqtga chiqib olay, keyin tayyor bo'laman demayman. Men o'sha kunga tayyor turaman har doim. Alloh taolo menga o'sha imkoniyatni bersa, meni qaror qabul qilish qobiliyatim joyida bo'lsin-ki, u narsani yo'qotib qo'ymayman. Meni stressim o'zini joyida bo'lsin-ki, og'irligim, vazminligim, kortizolim, galanim joyida bo'lsin-ki, men o'tda o'zimni tuta olmaganimdan noto'g'ri qarorlar qabul qilib qo'ymayman. Meni ichki ruhiy holatim yaxshi bo'lsin-ki, ertaga men o'zimdan kimdir bo'g'oni degan ma'noda men tayyorlanishga harakat qilaman. Aniq sabab bor menga. Demak, undan boshli gapga qaytadigan bo'lsa, shaxsiy o'stirib borish kerak ekan. Men biznesimi, ishimga yo'l ochiladi, uni ham o'sishiga. Bu o'sib qoladi degani emas. Siz o'ssangiz yo'l ochiladi va uni sekin-sekin tortasiz. Men aniq o'sadi lekin. Aniq. Prosta uni kutish kerak. Ba'zi o'sha qolgan yonidagi aksessuar amallarni bajarish kerak, o'zini taqdim qilish kerak, yangi joylarga kirish kerak, ozgina o'sha komfort zonadan chiqish degan narsa bor. Bular hammasi bir-biriga bog'liq narsalar. Balki o'sha bitta podkastda biz qanaqadir ochib berishga qiynalotganimiz, balki oshirib olayotganimiz, o'sha yo'lga tushirganda paydo bo'ladi bu narsalar baribir. Asta-sekin paydo bo'ladi yo'lga tushirganda. Yo'q bo'lmasa shu narsani ustoz tutish kerak, o'rganish kerak. O'sha o'rganganda ochilib boradi. Natija menimcha bermagan odamlar yo'q. Kamroq natija bergan, ko'proq natija bergan odamlar bor. Shunaqa. O'sha kun kelganda siz tayyor tursangiz bo'ladi. Juda bo'lmaganda o'sha ko'nikmalaringiz o'zingizga qolgan bo'ladi. Juda bo'lmaganda siz o'zingizga, yaqinlaringizga, do'stingizga foydali odam bo'layotgan bo'lasiz. Men aytamanki, misol uchun shaxsiy rivojlanish nimaga kerak degan o'xshagan savollar bo'ladi. Men aytamanki, birinchisi hozir mana suhbatlarimiz, o'tirishlarimizdan qilsangiz telefonda ham to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, siz o'zingizga qadrli bitta inson bilan o'tiribsiz. Oila a'zosi bo'lishi mumkin, do'stingiz bo'lishi mumkin, farzandingiz bo'lishi mumkin. Telefondan ko'ra qadrliroq bo'la olishingiz kerak. Qizuvroq bo'la olishingiz kerak. Ya'ni uni storiesidan siz qizuvroq bo'lishingiz kerak. Tasavvur qiling, buni orqasidan chiqish ishlayapti. Buni orqasida. Siz shaxs sifatida mana shundan qizuvroq bo'la olishingiz kerak. Lekin bu afsona emas. Bunaqa odamlar bor. Ba'zi davrlarga o'sha odam kirganda hamma telefonni qo'yib eshitadimi? Eshitadi. Bu ilmda bo'lsin, bu biznesda bo'lsin, bu sportda bo'lsin, bunaqa odamlar bor. O'sha odamlar o'zining ustida boshqalardan ko'proq ishlagan. O'zi masalan mana shu oilaviy muhitda ham farzandi bilan gaplashmaslik, ya'ni u oilada bir-biri bilan notanish bo'lib yurish ham mana shu narsadan ekanda. Nimaga? Chunki o'zi gaplashish uchun mavzu yo'q. Mavzuni ko'targanda ham telefondan qizumas. Qizumas. Bu yerda siz konkurensiya. Mashina raqobat. Konkurensiya nimaga desa, sizni e'tiboringizga konkurensiya. Shunaqa ertaga farzand tarbiyasi, farzandingiz kichkina paytda hamma uchun otasi qahramon. Lekin sal kattaroq bo'lib ko'chada boshqa qahramonlarni ko'rgandan keyin bu avtoritet pasayadi. Avtoritet saqlab qolishingiz kerak. Avtoritet saqlab qolish uchun shuni orqaga qaytsangiz, shaxs rivojlangan bo'lish kerak. Hayotda adekvat tushunish kerak, maqsadi bo'lish kerak, to'xtamaydigan energiyasi bo'lish kerak. Sog'lig'i, tashqi ko'rinishi, nutqi hammasi bo'lish kerak. Ya'ni insonda o'sha insoniy jozibasi bo'lish kerak. Farzand otasiga qaraganda katta bo'lgandan keyin ham avtoritet bilan otam, men ergashaman deyish kerak va o'sha do'stingiz va o'sha yaqin insoningizga qiziq bo'la olishingiz kerak. Birinchi sabab. Ko'p joyda shu narsa bo'lmayapti, lekin biz noliymiz. Odamlar telefonga berib ketgan, yoki bo'lmasa o'sha o'zimiz sababsiz o'sha narsani. Birinchi o'zingizdan boshlayverishingiz kerak. Qolgani o'sha boyagi biznesga urisizmi, soliq qo'yisizmi, oilaga urisizmi, ulanib ketaveradi. O'zi tadbirkorlikda bu narsa ko'proq o'rtaga chiqdi-da, o'zi oxirgi paytda tadbirkorlar o'sha o'qib, o'zini ustida boshlab, aslida bu biznes egasiga teng degan so'z, o'sha ingliz tilida biznes bu ish deyiladi.
istalgan ish. Qilayotgan ishi shaxsiy ilm bo'lishi mumkin, u hunar bo'lishi mumkin, u biznes bo'lishi mumkin, u blog bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Siz qilayotgan ish. O'sha ish siz shaxsiy o'sgan sayin o'sadi. Nima yaratmoqchisiz? Jamoat yaratmoqchimisiz? Loyiha yaratmoqchimisiz? Oila qurmoqchimisiz? O'sadi. Endi qarang. Hop kitoblarni oldi, o'qidi, yugurishga chiqyapti-da. Ko'pincha men o'zimda ham bir payt shunaqa bo'lgan ekan, hozir eslab qoldim. Atrofdagilar nima deydi? Qanadir o'zgarib qoldim, muhiti borini, kechki sinfdoshlari borini, keyin qo'shnilari borini nima qilsa, ertalabdan g'alati bo'lib bola deydi. Bir xil odamlarning dajari bo'lgan, namoz boshlamoqchi-da, lekin boshlashga uyaladi. Chunki shuncha payt o'qimay yurganda, qattiq namozxon bo'lib qoling degan gapdan uyalib ham, yangi nimadir yaxshi narsani boshlay olmaydiganlar bor. Qanaqa bu narsa? Endi u bor narsa, to'g'ri. Bu yerda menda sal kengroq bo'lishi mumkin fikrim. O'sha odamlar nima deydi, atrofdagilar nima deydi deganda, birinchisi, ozgina tarixiy nazarga oladigan bo'lsak, biz o'sha SSR davrida, vatanimiz mustaqillik bo'lmagan davrda bosim ostida bo'lgan millatmiz. Ham o'sha bosimni ham kommunist tuzum insonlarni bir xil bo'lishga, hamma bir-biriga o'xshagan bo'lishga, maktabga borsangiz forma, ishxonaga borsangiz forma, soch prическа bir xil, qarorlar bir xil, hayot tarzi bir xil. O'sha 6 kun ish bir kundan o'sha bir yilda bir marta sanatoriya juda ham bir xil hayot tarzi tuzib berilgan bo'lgan insonlarga, o'sha asosida yashagan va shablonni buzish bu jinoyat, og'ir gunoh yoki bo'lmasa jamiyatda ajralib qolish deb tushunilgan. O'shaning uchun bizda ko'proq insonlar konservativ qaror qabul qiladi. Vaholanki sal boshqacharoq bo'lishi ham chegarasi bor, lekin sal boshqacharoq yaxshi yo'lda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Insonlar ajralib chiqishi mumkin. Masalan, men sochim uzun bo'lgan davrda eslayman, o'sha urug'da men bu yerda dunyoni dardini YouTube'da tushuntiryapman. Kommentariy kirsam, hamma soch to'g'risida o'tirgan. Agar aslida tarix qaragan bo'lsak, juda ko'p ulug' insonlar, juda ko'p sahobalar, payg'ambarlar, liderlar, shohlar uzun soch bilan bo'lgan. O'zi tarixiy siymo, tarixiy kino ko'rasizmi, kitob o'qiysiz, hammasi erkaklar uzun soch bilan bo'lgan. O'zi umuman u vaqtda sartarosh maqsadchi olib kantovkalar bo'lmagan. Odamlar uzoq safarlarda bo'lgan, masalan, oddiy urushga ketayotgan askar ham o'zi bosib oladigan joyga borishga 3 oy vaqt ketgan, yurib borishga, u sochini kantovka qilishga vaqt bo'lmagan. Soch uzun bo'lgan. Lekin bizda uzoq vaqt bir xil ko'rinishda bo'lganligiga hamma uzun sochli insonni ko'rsa hali hayajonlanib ketamiz. Shunaqa konservativ qarash bor hamma narsaga, modada, kiyimda, boshqalarda. Shuning uchun endi sal kreativ fikrlash, boshqacharoq fikrlash, ochilgan kasbim ham kichkina magazin. To'xko'p qora serial olganda. Ozgina shu narsani yorib chiqa bilish kerak. Bu aniq. O'sha siz qanaqa ishda bo'lishingizdan qat'iy nazar, marketing bo'lishingiz shart emas demoqchiman bu narsa uchun, hunarmand bo'lsangiz ham boshqa bo'lsangiz ham. Endi xuddi shu narsani o'sha rivojlanish nuqtai nazariga o'tganingizda ham bu juda ko'p uchraydigan muammo. Har kuni kechqurun choyga o'tiradigan o'rtalaringiz bor. O'tga siz bora olmaysiz. Nimaga? Chunki ertalab turishingiz kerak siz, voqea. Bu ta'sir qiladi aniq hayotingizga. Nima bo'ldi senga? Erkakmiz, men qo'shilmayapsan, ajralib qolsan, boshqa. O'zingizga ham shunaqa bo'lib tuyulasiz. Kitob o'qib turib kelib, davrada o'tiribsiz, birdan kitobdan gapirib qolsangiz, deydi, o'zingiz kitobxoningiz. Mavlono xuddi shunaqa. O'shaning uchun buni ozgina o'rnini ham bilish kerak deb o'ylayman men. Chunki biz O'zbekistondamiz, biz 2025-yildamiz. Amerikada emasmiz, 2300-yildamiz. O'shaning uchun siz mustaqil o'z ustida ishlayapsizmi? Bu narsani qadrlashni bilgan joyda namoyon qilish kerak deb o'ylayman. Sizning eski o'rtalaringiz bu eski o'rtalaringiz. Ular o'z vaqtida siz yoningizda bo'lgan, ular sizni kerak joyda podдержка bergan, kerak joyda sizni ishonchingiz o'zingizda bo'lishiga sababchi bo'lgan, yaxshi tomon kuningizda, yomon kuningizda yoningizda bo'lgan, u do'stlarni har doim o'zini davrasida o'zingiz bo'lib o'sha balki boshiga shaqqa qo'yib qolishi ham mumkin, so'kib qolishi ham mumkin, har xil sifatlar o'tda ortiqcha haligi qo'pol aytganda birdan aqlli bo'lib qolib, ortiqcha aqlli qilib qo'yish kerak. Bu noto'g'ri yo'l bo'ladi. O'sha odamlar nima deydi deganda siz nima deysiz deyapsiz-ku, buni bir jihati bor. Yorib chiqa bilish kerak. Bir jihati bor, siz qattaligingizni ham unutishingiz kerak emas. 20 yillik kuruvda birdan bitta odam o'zgarib qolsa, tabiiy ravishda odamlarda bunga tiranish paydo bo'ladi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak edi. Ha deb, o'sha eski o'zingiz bo'lib, o'sha tuyurish kerak. Kim sizga
qiziqish bildirsa, savol bersa, sizni hayotingizda o'zgarish oldin ko'zi bilan ko'rish kerak insonlar. Bo'lsa, bu sodir bo'ladi, sizdan savol berishni boshlaydi. Qanday kecha o'rta bir minut bundan narsani so'ramoqchi edim deydi. Juda ko'p bo'lgan. Masalan, meni o'zim hayotimda juda ko'p bo'lgan. Men bilan juda o'rtacha, yaxshi munosabatdagi do'stlarim keyinchalik mendan ish haqida, masalan, biznes haqida, yengil haqida savol berishni boshlashgan. Nimaga? Chunki avvalo men qildim demayman, Xudoga shukr. Xudo shu narsani berdi. Men faqat qaysi sabablarni bilaman. Qaysi sabablarni? Unda ishlamaydi bilmayman, lekin sabablarini bilaman. O'sha berilgan savollarga nisbatan men ham keyin vijdonli javob berishga harakat qilaman. Lekin boshidan chiqib aytib qo'yadi. Aqlli boshlasangiz bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki loyiha suvinchi yurgan odam tini suvinchisi to'lqinlanib ketadi. Birdan chiqib oladi. Men bu osib uchdim, lekin bu yoqda hali maxitolar borligini bilmayotgan bo'lishi mumkin-da. O'shanga sirasi o'tib ketish kerak emas, ozgina ham fokusni o'ziga qaratirish kerak. Keyin ozgina o'rgangan paytingizda boshqalarning kamchiliklarini ko'rishni boshlaysiz. Noto'g'ri yo'lda ekan, men ortiqcha ovqatdan olib narsa yo o'tib ketish kerak emas tanqidga. Yana o'zingiz tanqid qilish kerak. Kamerani o'ziga qaratib qo'yish kerak. U insonlar o'zi ham boshlaydi, o'zini ham jahli bor. Ular ham o'zi mana shu podkast ko'rib o'tiribdi. Ertalab tura olmayapti. U nima uchun buni qilayotganini siz bilmaysiz. Uni ham o'zini hayoti bor. U ham yetib kelishi kerak shu kunga. Birdaniga zamechaniya berish noto'g'ri bo'ladi. Bizda o'zi o'rgatish tartibimiz shunaqa-ku. Anaqa berish, dakki berish. Bu noto'g'ri bu. O'shanga o'tib ketib qolmaslik kerak. O'shanda men muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Sizni hayotingizda ishingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin, sog'lig'ingiz bilan boshqa bilan yaxshi o'zgarish paydo bo'lgandan keyin albatta o'zi so'raydi odamdan. To'g'rimi deydi. Bunaqa narsa, senda gapim bor edi. Chunki cho'fandan keyin qolasiz. Ikki kishi o'shanda bilgan narsangizni bo'lishingiz kerak, yaxshi narsalarni. Oldin birinchi o'shanda o'ziga foydali bo'lish kerak odam. Demak, boshlolmay qolish kerak emas, uyalganidan boshlash kerak, uni yorib o'tish kerak. Lekin o'zini eski muhitida ham o'zini o'shanaqa o'zini saqlab qolish kerak odam. Chunki u yerda siz o'zgaryapsiz, ulemas. Siz o'zgaryapsiz. Buni to'g'ri qabul qilish. Ular kerak emas, bu sizga kerak. Xuddi shuni. Biz to'g'ri qabul qilish kerak va sizga shuncha yil davomida yoningizda turgan insonlarni mayda aqlli bo'ldim deb parvoz qilib qo'yish kerak emas. Bu juda adolatsizlik bo'ladi. Keyin o'sha odamlar nima deydi degan narsani ham bizda azimcha talqini aniq bo'lib ketdi-da. Mana sizga aytaman, nefr degan narsani bilasizmi? Yo'q. Nefarmandi bolalar. Nefr deb yozsangiz chiqadi. Kiril tilida nefr deb yozsangiz chiqadi. Haligi soch qizil, soch ko'k, avvalambalo yetti chirtu, ko'zi qora bir narsa insonlar bor nusxa. Hamma narsa mumkin deyilgan. Yo'qsan, mushuk uchun taqvoli yerlarda yurib, o'shalarni ba'ziviy o'sha vaja odamlar nima deydi? Menga farqli odamlar nima deb o'ylashadi, shu darajaga kelib qoldi shu. Odamlarning ham fikrini hisobga oladigan joyi bo'ladi. Ya'ni odamlar hamma ahmoq emas, to'g'rimi? Qanaqadir jamiyat normalari bor, qanaqadir odob normalari bor. Yaqinda bitta riz bo'lib qoldim, ikkita o'g'il bola, boshqa millatnikiman. O'sha yumshoq tabiat bir xizrik nusxa bolalar ekan. Kommentariyalar qiziq-ku hozir, nima ko'ryapman desam, maktabdagi zo'ravonlikni qaytariladi deb yozdi bittasi. Yo'q. Masalan, o'sha yaxshiroq edi. Bizning maktabimizda unaqa insonlar to'polsanarda to'g'risi. Ozgina xunraq aytayotgan bo'lishi mumkin yoki bolaga samasut degan narsalar boshqa. Lekin shunaqa edi. Shunaqa edi. To'g'ridan to'g'ri hujumga o'tardi. Unaqa insonni ko'rgan odam. Deb o'g'il bolalar o'zini erkak bo'lib tutishga harakat qilardi. Quloqqa sirli taqib kelmasdi hech kim. Taqib keldi, mazasi qochardi masalan. Bizda yoshligimizda emasda shekilli bizda paytda. Yo'q, o'sha kimdirda bo'lgan bo'lsa ichib yutgandi. Buni to'g'ri degan. Buni qilsam men tamom bo'laman degan ichib yutgandi. O'shaning uchun chiqsa, bilmayman, bitta shahardan bitta chiqqan edi shunaqa inson. Lekin bu ta'sirini bergan demoqchiman. Endi odamlar nima deydi deb turib soch qizilga bo'yab olib, yashilga bo'yab olib, yer ko'chirdi nimadir juda buzilib ketgan holatda ham bor-da. Biz odamlar o'zi kim? degan hisobga olishimiz kerak. O'sha odamlarda ota-onamiz bor, odamlarda aka-ukamiz bor, odamlarda ishxonada rahbarimiz bor, odamlarda bizning ustozimiz bor, odamlarda bizning akamiz, ukamiz bor, necha yillik do'stlarimiz bor, yaxshi kunimiz yonimizda bo'lgan. Bu odamlarni shunday o'yindan chiqarib olsangiz, unda noto'g'ri deb bilasiz. Bu demak, agar xulosaroq qilib tushunadigan bo'lsa, odamlar nima deydi degan narsada maqsadingiz sari yuradigan bo'lsangiz, bu normal. Odamlar nima deydini yengib o'tishingiz kerak. Lekin nafsingizni yo'lida yuradigan bo'lsangiz, unda lekin noto'g'ri yaxshi tarif berasiz shundan ham. Qarang, bitta narsa yodimga kelib qoldi. Mana shu narsani hisobini YouTube birinchi avlodlarni tamamizda endi olib qarasa, masalan,
Maqsad bo'lmasa shunaqa lekin undan oldin yo'q edi. Mana Adam Gilamiz paytida u bo'lmaganda YouTube. Yo'q edi. Birinchi avlodlardanmiz. Bu balki 100 yil, 200 yil, 500 yilmi turadigan platforma bo'lishi mumkin-da bu. Bitta tili taxminan bir 200 yildan keyin keladigan avlodlaringizga. Mana bundoq Afzal akamdoq, bitta. Hozir ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Chunki ana avlodlarimga maslahat beradigan darajada hali sal yoshman deb o'ylayman, lekin ba'zi narsalarni to'plab borardim. Bitta qaraymi ekan hozir telefonimdan. Qani qaraychi nima bor ekan. Men buni farzandlarimga to'plab borayotgan ma'lumotlarim. Buni bir qanaqadir kichkina kitobcha yoki broshurka nimadir ko'rinishda qoldirib ketish niyatim bor. O'shaning uchun qo'shib qo'yganman, lekin hali bu chiqmagan edi. Mana hozir mana gapirib ketamiz. Birinchisi, hech qachon 5 mahal ovqatlanishga rozi bo'lma. Bu yo'q narsa. 3 mahal ovqatlanish ham yo'q narsa. Men bunga hech qachon rozi bo'lmayman. Qancha tadqiqot, qancha narsa ko'rsatsa ham rozi bo'lmayman. Chunki insoniyat ming yillar davomida unaqa ovqatlanish rejimida yashamagan. U faqat biz oxirgi 150-200 yilda bunaqa rivojlangan shahar komfort sharoitlarida yashaymiz. Ertalab tursangiz, xolodilnikni ochsangiz, ovqat hamma narsa tayyor. Undan oldin ertalab turib ovqatlanish uchun nimadir harakat qilish kerak bo'lgan. Eng kamida bor o'qilishingiz kerak bo'lgan, o'xshamasa och qolish ham ehtimoli bo'lgan yoki bir mevani terib kelish kerak bo'lgan. Ja bo'lmasa bir kun oldin harakat qilib kelib qo'ygan bo'lishingiz mumkin bo'lgan, lekin bir haftalik zapasi bo'lmagan. O'shaning uchun 3 mahal ovqatlanish bu insonlar o'ylab topgan narsa deb hisoblayman men. Mana iste'molni ko'paytirish uchun. Ko'p tanishlarim, do'stlarim ham bilishadi. Men deyarli har kuni 2 mahal ovqatlanaman. 2 mahalga tushirganman. 1 mahalga tushirishga ham harakat qildim, o'xshamadi. Niyatim bor. O'shani o'zi meni sog'lig'imga juda katta foyda berdi. Hozir so'ramoqchi edim. 200 yildan keyin keladigan farzandingizga berayotgan maslahatni bittasi shu bo'lganiga. Shunchalik muhimmi demoqchiman. Muhim, juda muhim. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, ma'lum bir trend bo'ldiki, kam-kamdan 5 mahal yeyish kerak degan trend bo'ldi. Yoki bo'lmasa mana sport zalga qatnashadiganchilar yaxshi yeyishadi. Men ularga tanqidiy qarashim yo'q, lekin men bu narsaga va farzandlarim bu narsaga rozi bo'lmagan deyman. Chunki men bilamanki, har doim ovqat ilmga qarama-qarshi yurgan narsa. Bo'ldi. Bunga ruju qo'ydimi, ayoqdan ketadi. O'shaning uchun men o'zimga mana yozib qo'ygan narsam hech qachon 5 mahal ovqatlanishga rozi bo'lmaganman. Shu 3 mahalda ham qo'shishim kerak ekan hozir bildim. Keyingisi hech qachon odamlarning tashqi ko'rinishiga, mashinasiga, telefoniga qarab baho berma. Lekin hech qachon unutmaki, odamlarning ko'p qismi sana tashqi ko'rinishiga qarab baho beradi. Men bu narsani ancha kech tushunganman to'g'risi. O'zim unaqa bo'lmaganman deb o'ylayman. Har xil odam bilan, har xil do'stlar bilan, har xil insonlar bilan muloqotda bo'lganman. Yoshligimda bitta voqea bo'lgan. O'sha maktabda o'qiydigan vaqtimizda balkim 7-sinfdirmiz, balkim 6-sinfdirmiz. O'rtacha sharoitda biz katta bo'lganmiz. Maktab bozor degan narsa bo'lardi. Maktab bozor qilganmiz, forma, tufli, ko'ylak, maktabga chiqqanmiz. O'sha vaqtda endi adamlar olib bergan oyoq kiyim balkim o'rtacharoq oyoq kiyim bo'lgandir, balki boyga odam sifatsiz narsani aldab sotgandir bo'lishi mumkin. Bir oyga yetmasdan ukam ikkalamiz oyoq kiyimimiz tegiga yedirilib yuvib ketgan. Sentyabr oyi endi tugayapti. Keyin boy oyoq kiyim olganlarda ham qayerdan olganlarini biladilar, o'sha odamga olib borganlar, bor kursga mashaqasi bo'ldi. Bir oy chidash kerak. Oyoq kiyim bir oyda yedirilib ketmaydi degan. U odam ham ko'rib, menimcha tushungan shekilli. Men almashtirib beraman degan. Oyoq kiyimni tashaganlar. Ertasiga borsalar yo'q. U odam O'zbekistonda boshqa qaysidir viloyatlik bo'lgan. Nima sababligini men bilmayman. Yaxshi yomon sabab bilan ketib qolgan bo'lgan. Keyin adam qaytib kelganlar. Qaytib kelganlarda o'tda bitta qiziq voqea bo'lgan narsa onamlarga tushuntirib berayotgan bo'lganlar. Bizani o'sha oyoq kiyimimizni endi bilmayman, italyanskiy koja degan narsa bo'lgan o'sha vaqtda. Men nimaligini hozir bilmayman. Ular endi men uni keyinchalik tushunganman. Onamga hazil qilib Italiyaga ketib qopti degan bo'lganlar. Men keyin maktabga 10 kunlardan keyin chiqqanman, lekin 10 kunlardan keyin odam qaytib kelib oyoq kiyimni almashtirib bergan rostdan ham. Qaytadan tikib bergan. Kiyib borganman, o'qituvchim turg'izgan. Nimaga sen kiymading degan. 10 kun sababsiz. Men aytganmanki, shunaqa bo'ldi oyog'im, oyoq kiyim ustasi Italiyaga ketib qopti deganman. Hamma oldida. Biz o'zi kattamiz, ya'ni boshqa sir emasmiz. Hamma qotib kulib yuborgan. Demak, hozir men kulga qolganman. Vaholanki men uncha kulga qolgan odam bo'lmaganman maktabda ham. Keyin menga juda alam qilgan ichimdan shu narsa. Ya'ni agar meni pulim, imkoniyatim bo'lganda, men juda yaxshi bilardim o'sha 7-sinfimda ham qanaqa kiyim kiyish kerakligini, qanaqa narsa olish kerakligini. Adam ham juda ham yaxshi bilardim men qanaqa kiyintirib qo'yish kerakligini. Sharoit bizani shu narsaga majbur qilgan va men kulgiga qolganman. O'shanda men tushunganman.
Men hech qachon bir insonni usti boshi, kiyimi, tufliga qarab muomala qilmayman deb so'z berganman o'zimga. Shu kungacha xiyonat qilmadim shu so'zimga. Lekin afsuski teskarisi ham bor ekan. Unisiga siz tayyor bo'lishingiz kerak. Insonlarning ko'p qismi sizni o'sha tashqi ko'rinishingiz, kiyimingizga, o'zingiz tushishingizga yoki bo'lmasam bilmayman, telefon mashinangizga qarab muomala qilar ekan. Bu tadqiqotlar bor, boshqa narsalar bor. O'shaning uchun boyagi farzandlarimga ikkinchisi hech qachon sen unaqa qilma, lekin hech qachon unutmaki, odamlar bunaqa qiladi. Tashqi ko'rinishga qarab baho beradi. O'zingni yaxshi tutishga harakat qil. Bu yerda ko'pagan yana qaysi birini o'qib bersam ekan? Bari bitta to'pini aniq qilaylik yana. Usmon G'oziy o'zini O'rxon G'oziy o'g'liga shuni vasiyat qilgan ekan. Mana o'zimga olib qo'ygan ekanman. O'g'lim, ahli ilmlarga, solih insonlarga, vatani, millati uchun jon fido qiladigan insonlarga hamisha ehtirom ko'rsat. Ularga doim diqqat e'tiborda bo'lsin. Allohni tanimagan, topganini sharobga sarflaydigan zinokor kaslarga davlat ishlarini zinhor topshirma degan ekan. Mana shu narsani men olib qo'ygan ekanman farzandlarimga deb. Yana bitta narsa bor ekan, 4 ta bo'lsa, qarshi bo'lmasangiz. Men buni bir o'qigan edim. Masalan, savol berganda, shaxslar hozir esimga kelmayapti. Biz shaxslarni o'rniga qo'yishimiz mumkin. Tarixdan bitta faylasuf olindi. Tarixdan bitta faylasuf olindi-da, o'sha odam atomni bilmagan, elektronni bilmagan. Masalan, hozir biz biladigan, masalan, insonlarning gormoni, dopamin tizimi, testosteronni bilmagan. Lekin bitta nomi chiqqan, u musulmon faylasuf bo'lsin, mayli boshqa faylasuf bo'lsin, bitta faylasuf olindi. Va hozirgi zamonda bitta shaxs olindi, masalan, men olindim. Men aqllimanmi, u aqllimi degan savol qo'yilyapti. Nima deysiz siz? O'sha davrga nisbatanmi yo hozirga nisbatan? O'sha paytda faylasuf, masalan, bilmadim. Masalan, Forobiy hazratlari Alloh rahmat qilsin, davrlik esida, menimcha atomgacha yetib kelingan bo'lgan endi. Elektron, proton, neutronlarga adashmasam hali yetib kelinmagan bu. Zamonaviy texnologiyani qo'yavering, neyrobiologiyani, hozir misol uchun neyronning aloqalarni darajasida biz bilamiz insonlar odat qanaqa paydo bo'lishini. Forobiy hazrat aqllimidi, men aqllimanmi? Men o'ylayman, u paytdagi faylasuf, chunki ular bazani bilganda, eng asoslarni bilganda, qancha bu yoqda trendlar, boshqa narsalar o'zgaravermasin, hamma narsa o'sha odamning nafsi. Ba'ziviy ehtiyojlarimizga borib taqozolaydi. O'sha bu qanaqadir muqaddimasi edi, o'sha boyagi hozirgi tezisi. Tezis shuki, bilgan odam aqlli emas, tafakkur qilgan odam aqlli degan. Ular o'ylashgan ko'p. Biluvchi aqlli emas, o'ylovchi aqlli deyishgan. Ular juda ko'p fikrlarni o'ylashgan, o'sha gapirishgan, yozib qoldirishgan, o'sha narsalar bizga aytganingizdek baza bo'lib qolgan. Endi faylasuf desa hozir sal qanaqadir odamlarda qaysidir toifa tushunmasligi mumkin, lekin o'sha mislitel deb turib aytadiku rus tilida, o'ylovchi, tafakkur qiluvchi insonlar bo'lishgan. O'sha ularning tafakkurlarini mahsuli sifatida dunyoqarash shakllangan. Biz o'shani foydalanyapmiz. Biz faqat ko'proq biluvchimiz. Ma'lumotlarni biluvchimiz. Ular kam ma'lumot bilishgan bo'lsa ham ko'p o'ylashgan. Mana shu ham meni farzandlarimga olib qo'ygan narsalarimdan ekan, ya'ni bil, lekin o'yla ko'p. O'ylovchi har doim aqlliroq. Tafakkur qilish uchun nima kerak deysiz? Mana o'qib yuribdi, har xil narsalarni bilib yuribdi-da, lekin tafakkur qilish uchun nima kerak odamga? Birinchi o'rinda jimjitlik yolg'iz qolish. Usiz paydo bo'lmaydi bu narsa. Masalan, siz jamoada, do'stlaringiz ichida, futbolda, ishxonada tafakkur qila olmaysiz. Tez. Yo'q, bo'lmaydi u. Undan tashqari 10 minutda ham siz tafakkur qila olmaysiz. 10 minutda u xayol surasiz faqat. Siz yolg'iz qolsangiz, telefon yo'q. Ba'zan menda, masalan, men kitob o'qib turib ko'p yengilliklar, xayollar keladigan holat bo'ladi. Boshqalarda qanaqaligini bilmayman. Mayli, kitobni ham o'yindan chiqarib tashlaylik. O'tiribsiz, bittangiz xonadasiz, uyda, farqi yo'q, jimjit, tinch. 1 minut, 2 minut, 5 minut, 10 minut, 20 minut. Kecha bo'lgan voqeani o'ylaysiz. Kimdir sizni ozgina jahli chiqargan bo'lsa, shuni o'ylab qo'yishingiz mumkin. Ertaga qayerga borishingiz kerak o'ylaysiz. Keyin men bu
kundalik tartibda turgan fikrlar tugaydi. Ularni o'ylab bo'lganingizdan keyin sizda umumiy hayotingiz, ishlaringiz qilib yurgan, ancha oldin kimgadir dilni ortiq qo'yganligingiz, qilib qo'ygan qaysi gunoh ishlaringiz, noto'g'ri yo'lda qilayotgan harakatlaringiz, bir yil oldin mana ish boshlamoqchi edim, nima bo'ldi o'zi degan fikrlar keladi. Ana o'shani tafakkur boshlanadi. Yana ozgina qo'yib bersangiz, miyaga sizga keyin yechimlarni beradi. Mana bunaqa bor, bunaqa bor. Va bu sizni masalan birlamchi yoki birinchi leveldagi tafakkuringiz bo'ladi. Endi siz bu yerda o'qisangiz, tafakkur qanaqa? Bitta fikrni ko'p tomonlama xulosa qilishda. Masalan, sizda boy tennisga gapirsiz-ku, ikkita tennischi bo'lsa, miyangizga kopto xayol bo'lib kirdi, 1-2 urildi, chiqdi bo'ldi. Bitta xulosa paydo bo'ladi lekin. Endi o'tda tennischi biz dunyoqarash yoki bilim deb hisoblaymiz-da, o'qigan bilimlaringiz deb hisoblaymiz. 10 ta bo'lsa, kopto u yoqqa uriladi, tez chiqib ketmaydi. Ko'p uriladi, chunki siz bitta narsani u tomondan qarab ko'rasiz, bu tomondan qarab ko'rasiz, tarix nuqtai nazaridan qarab ko'rasiz, hozirgi nuqtai nazardan, iqtisod, siyosat, din, insonlar, o'zingiz, shaxs qarab ko'rasiz, keyin chiqarasiz xulosa. Tabiiyki, bu xulosangiz boygidan mukammalroq bo'ladi, murakkabroq ham bo'ladi, mukammalroq bo'ladi. 2da, 3da, 4da xuddi shunaqa. Endi har bitta bilimni, buni orqasida o'zi qanaqa katta bilim bor. Chuqurlashgan bilimlaringiz bor. Chuqurlashgan bilimlarda uning ichiga kirib bitta yana aylanib chiqib, yana boshqatdan bu yerda urilib chiqib keladi. Sizda bitta xayolingizga kirgan ideya qaytib chiqqunicha. Tafakkur levelini mana shunaqa oshiriladi deb hisoblayman. Bu meni shaxsiy tushungan narsam tafakkur haqida. Nimalarni tafakkur qilish kerak o'zi? Birinchi boyagi gaplashganimizda, men kimman, dunyo nima, atrofimdagi insonlar kim, men nima qilmoqchiman degan tafakkur qilish kerak deb o'ylayman. Undan tashqari, baribir endi bir musulmon inson sifatida tafakkur o'zingizning nafsingizga qarshi kurash bo'lishi kerak. O'sha o'tirib, boy ne unaqa dedingiz, ana odamni unaqa jerkib berdingiz, ne yani gap sizga yoqmadi, balki haqiqatingizda aytgandir sizni, ne yani qizishib ketdingiz, ne u qizishib ketgani emas. Ne siz o'zingiz qilishib ketdingiz. Kamerani? Kamerani o'ziga qaratib, o'sha nafs haqida bo'lish kerak. O'zi tafakkurni o'sha mohiyati, ozgina nafsingizni sal tanib, o'sha yerda noto'g'ri qilayotgan ishlarni sal tarbiyalab, o'sha yerda ozgina tavba qilib, sal bo'lsa ham shu narsadan norozi bo'lib, men buni o'zgartiraman, yaxshi tomonga deb chiqish. Masalan, sodda qilib aytganda, asosan shu haqida bo'lish kerak deb o'ylayman men, o'rganganim ustozlardan. Yana ham yangi narsalar o'rgansam, keyingisi. Sog'lig'iga rahmat. Maza qildik. O'zi anchadan beri ko'rishmadik. Diydor g'animat. Bu narsalarni ham o'zimga ham 3 ta katta narsalar oldim bu yoqdan. Hammasi oxirgisi blogga tindirmasdan nima bo'lsa, qanaqa bo'lsa, iz qoldirish bo'yicha. O'zi blog bo'yicha savol bo'ldi, bu tarafga burilib ketib qoldi suhbatimiz. Qaytanga foydali bo'ldi inshaalloh. Umuman olganda kuzatuvchilarga ham manfaatli bo'la olgan bo'lsak, juda ham xursandman. Sizlarga ham katta rahmat. Harakat qilib shu narsani taklif qilganingizga, hurmat qilganingizga, vaqt ajratganingizga. Ilohim Alloh baraka berib, podkastlar yaxshi yurib ketib, rostdan foydali bo'lsin insonlarga. Niyatimiz ham shu o'zi. Rahmat. Sog'lik. Rahmat. Rahmat.